Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Boylik va hashamat ichida suzib yurgan bu shafqatsiz jamiyatda qashshoqlik eng og'ir jinoyat hisoblanishini bilarmidingiz? Qashshoq odamning badani, qoni, a'zolari ham shunchaki boylarning xohishiga qarab sotiladigan va sotib olinadigan bir arzon mato ekanligini-chi? Bilmasangiz, eshiting. Butun shahar, katta-yu kichik aynan mana shu to'y haqida gapirardi. Mamlakatning eng badavlat va cheksiz qudratga ega odamlardan biri. Yuzlab xususiy klinikalar tarmog'i va yashirin farmatsevtika imperiyasining sovuqqon egasi Bahronboyning yagona merosxo'ri. 25 yoshli o'g'li Rustamjon uylanayotgan edi. Rustamjon Yevropada, chet elning nufuzli oliygohlarida o'qib kelgan. Otasining qonxo'r, qattiqqo'l va zolim tabiatidan butunlay farqli o'laroq o'ta ochiq ko'ngil, san'atsevar va samimiy yigit edi. U otasining qanday qora ishlar bilan boyligini oshirganini hatto xayoliga ham keltirmasdi. Ammo to'y atrofidagi olamshumul shov-shuvlarning asosiy sababi dabdabali restoran yoki kuyovning milliardlari emas. Balki kutilmaganda paydo bo'lgan kelinning aslida kim ekanligida edi. Kelin shahar chekkasidagi, ko'chalari loy va chang xaroba mahallada yashovchi. Ota mehrini ko'rmay tirik yetim bo'lib o'sgan. Mehribon onasi kasalxonalarda qora terga botib, farroshlik qilib kun ko'radigan 19 yoshli, nihoyatda kambag'al va mo'min qiz. Malika edi. Malika ta'riflab bo'lmas darajada go'zal. Yuzida qandaydir malakalardek pokizalik bor edi. Lekin uning bu ilohiy go'zalligida qandaydir o'ta og'ir, yoshligiga umuman mos kelmaydigan, odamning yuragini ezadigan fojiali g'amginlik hukm surardi. Uning katta-katta qop-qora ko'zlarida doim yashirin qo'rquv va yig'lashga tayyor turgandek mudhish bir mung yaltirab turardi. Rustamjon uni ilk bor otasining yirik klinikalaridan birida, xasta onasi uchun qimmatbaho dori-darmon izlab sarson bo'lib yig'lab yurganida tasodifan uchratgan va qizning o'sha musaffo, lek mungli ko'zlariga bir qarashdayoq telbalarcha sevib qolgan edi. Rustamjon butun oilasi, ayniqsa kibrli va qahrli otasi Bahronboyning keskin va qattiq qarshiligiga, tahdidlariga qaramay, aynan shu qashshoq qizga uylanishini, yo'qsa butun merosdan voz kechishini qat'iy talab qilib turib oldi. O'g'lining bu o'jarligini va bu qizni ko'rib qolganini tushungan Bahronboy to'satdan hech kim kutmagan tarzda oxiri g'alati bir noilojlik bilan bu to'yga sovuq jilmayib rozi bo'lgandi. Va mana bugun mamlakatning eng qimmatbaho, shohona restoranlaridan birida ularning ertaknamo, dabdabali to'yi bo'lib o'tmoqda edi. Ulkan zalning ichi Gollandiyadan ataylab keltirilgan qimmatbaho qizil atirgullarga, sof oltin suvi yugurtirilgan antiqa idishlarga va yuzlab billur qandillarning ko'zni qamashtiruvchi nuriga to'lgan edi. Malika egniga kiydirilgan, narxi 10 minglab dollarga baholanadigan haqiqiy olmoslar va duru gavharlar bilan bezatilgan oppoq, uzun kelinlik libosida, xuddi oq qordan yasalgan ertakdagi ma'yus malikaga o'xshardi. Lekin bu og'ir va qimmat libos uning elkasini go'yoki qabr toshdek ezib yuborayotgandek. Qizning chiroyli yuzida zarracha ham quvonch yoki xotirjam tabassum yo'q edi. Uning mushtipar onasi restoranning eng chekkasidagi, ko'zdan panaroq stolda, o'zining yagona qizi uchun qilingan bu katta davlatdan, bu shohona iltifotdan o'zini yo'qotib qo'ygan holda, hayrat va quvonch aralash tinmay ko'z yosh to'kib, duo qilib o'tirardi. Rustamjon esa dunyodagi eng baxtli erkak bo'lib sarmast edi. U har 5 daqiqada Malikaning muzdek qotib qolgan qo'llaridan o'zining issiq kaftlariga olib, uning quloqlariga mehr bilan pichirlardi. Bugundan boshlab sen hech qachon hech narsaga zoriqmaysan, Malikam. Men seni xafa qilishlariga aslo yo'l qo'ymayman. Seni dunyodagi eng baxtli ayol qilaman. Qiyinchiliklaring tugadi endi. Malika uning bu ishonchli so'zlariga qarab zorga, qaltirab jilmayishga urindi. Uning qaltirayotgan gilosdek lablari ochiq faryod qilib, unga nimadir dahshatli sirni aytmoqchi, ogohlantirmoqchi bo'lar. Lekin qo'rquvdan zaboni aylanmay, gung bo'lib gapira olmasdi. Kelin kuyov tabaqasining ro'parasida, maxsus shohsupa stoli orqasida gerdayib, savlat to'kib o'tirgan qaynota. Mafiya sardori Bahronboyning qorachig'i toraygan ko'zlarida esa g'alati, o'ta sovuq va qonxo'rlarga xos jirkanch bir ifoda bor edi. U o'zining yangi tushgan keliniga, o'g'lining yori sifatida emas,
balki qachondir o'zi foydalangan. O'zi ezib sudragan qandaydir arzon va iskirt buyumga, o'lja hayvonga qaragandek istehzo bilan ayyorona qarab qo'yardi. Nikoh kechasi. Yechilgan oppoq libos va yalang'och qolgan qonli sir. Tungi soat 1:30 tunda hashamatli to'y o'z nihoyasiga yetdi. Rustamjon o'zining sovuqdan va qo'rquvdan qaltirab turgan kelinni shahar tashqarisida, kimsasiz tepalikda joylashgan. Ataylab maxsus faqat ular uchun qurilgan, atrofi baland devorli 3 qavatli shohona qasrga olib keldi. Katta, hamma joyi qizil va oq atirgullarga to'ldirilgan. Xushbo'y shamlar yondirilgan romantik yotoqxonada nihoyat faqat ikkisi. Yosh kelin kuyovlar yolg'iz qolishdi. Xona ichida faqat yurak urishini eshitish mumkin bo'lgan o'lik jimjitlik hukm surardi. Faqatgina burchakdagi katta kamin o'choq ichida yonayotgan quruq o'tinning pishqirib yonishi va chirsillashi bu sukunatni buzardi. Malika xonaning qoq o'rtasida, ustidagi og'ir, olmosli kelinlik libosida, xuddi jonsiz marmar haykaldek nafas ololmay qotib turardi. Uning nafasi hapriqib tezlashgan. Butun vujudi, nozik yelkalari xuddi qatl maydoniga, dordning tagiga olib kelingan mahkumdek dir-dir qaltirardi. Rustamjon egnidagi siqib turgan qimmatbaho kostyumini yechib stulga tashladi. Galstugini bo'shatib, yuzida tabassum bilan unga asta yaqinlashdi. U qizning qanchalik tahlika va qo'rquvda ekanligini ko'rib, uni tinchlantirmoqchi bo'ldi. Malika, jonim, farishtam, nega bunchalik qaltirayapsan, senga nima bo'lyapti? Rustamjon uning oppoq yuzini, muzdek yonoqlarini issiq kaftlari bilan ohista siladi. Meni qo'pollik qiladi deb qo'rqyapsanmi? Men senga hech qachon qattiq gapirmayman. Zarracha ham ozor bermayman, ishonaver. Axir men seni telbalarcha hammadan qizg'anib sevaman-ku, jonim. Malika ko'zlarini qattiq chirt yumib oldi. Uning yuzidan ikkita yirik, issiq va alamli ko'z yoshi tomchisi dumalab yigitning qo'liga tushdi. Rustam aka. Qizning ovozi shu qadar zo'rg'a xirillab chiqdiki, xuddi bo'g'ziga berib pichoq tirab turgandek edi. Iltimos, sizdan o'tinib so'rayman. Shu chiroqlarning hammasini o'chiring. Qop-qorong'u bo'lsin. Xona ko'rinmasin. Iltimos, mening tanamni ko'rmang. Yorug'da qarab aslo ko'rmang. Rustamjon bu kutilmagan talabdan biroz hayron bo'ldi. Lekin u buni uzoq qishloqdan, faqir oiladan chiqqan, tarbiyali va iboli qiz bo'lgani uchun ilk nikoh kechasida yechinishga qattiq uyalyapti, iymanyapti deb toza o'y bilan o'yladi. U xotirjam jilmayib, indamasdan borib xonadagi hamma katta va yorqin chiroqlarni o'chirdi. Yotoqxonada faqatgina burchakdagi kamin olovining qizg'ish, xira va vahimali nurigina o'ynab qoldi. Bo'ladimi shunday? Endi xotirjammisan, farishtam? Deb pichirladi yigit mehr bilan qizning ortiga ohista o'tib. Malika umidsizlik bilan ko'z yoshlarini yutib sekin bosh irg'adi. U o'zining qochib bo'lmas qonli taqdiriga butunlay tan bergandek. Lablarini qonaguncha tishlab, ko'zlarini qattiq yumib oldi. Rustamjon qizning qimmatbaho, og'ir kelinlik libosining orqasidagi son-sanoqsiz mayda tugmalarini sekin-asta avaylab yecha boshladi. Libosning mahkam iplari va kordonlari bo'shatilib, og'ir va qalin mato qizning nozik, qaltirayotgan yelkalaridan sirg'alib, polga gup etib og'ir tushdi. Qizning silliq, oppoq yelkalari va kuraklari olifning xira nurida qizarib yiltirab ko'rindi. Rustamjon uning qaddini orqadan issiq bag'riga bosmoqchi bo'lib, yuzini sochlariga yaqinlashtirib, qizning ingichka belidan quchmoqchi bo'lganida, to'satdan uning ko'zlari qizning orqa tomonida, chap biqini va belidan tortib to umurtqa pog'onasigacha cho'zilgan dahshatli, inson aqliga sig'maydigan mudhish manzaraga tushib qoldi. Yigitning uni quchmoqchi bo'lgan qo'llari havoda xuddi tok urgandek tosh qotib qoldi. Uning nafasi bo'g'ziga tiqilib, yuragi urishdan bir zum to'xtadi. Malikaning chap biqinida. Bu shunchaki yiqilishdan yoki baxtsiz hodisadan qolgan oddiy chandiq emasdi. Balki juda ham xunuk, katta operatsiya yo'li bilan, o'ta beshafqatlarcha chuqur kesilgan va qassoblarcha qalin iplar bilan qo'pol tikilgan dahshatli, qizg'ish ko'k chandiq. Chok izi yarasi bor edi. Bu shunday vahshiylarcha tikilgan chandiq ediki,
Uni faqatgina mutlaqo professional bo'lmagan iflos sharoitda, qandaydir kasalxonadan tashqari joyda insonning yirik a'zosini, buyragini shoshilinch va vahshiylarcha kesib o'g'irlab olishdagina shunday iz qoldirishlari mumkin edi. Terining chuqur ichiga botib ketgan xunuk choklar qizning nozik, farishtadek vujudini ayovsiz majachchoqlab, xarob qilib tashlagan edi. Ammo Rustamjonni tomirlarini muzlatib, shokka tushirgan narsa faqatgina bu qonli chandiq emasdi. Yo'q. Chandiqning xuddi tepasida, qizning chap kurak suyagiga yaqin joyda, qip-qizil qizdirilgan temir bosma bilan hayvonlarga bosilgandek ayovsiz kuydirib bosilgan qop-qora tatuirovkaga o'xshash dahshatli tamg'a. Kleymo yorqin o'yib yozilgan edi. Bu asriy tamg'ada qanotlarini yozgan qora lochin va uning qonli tirnoqlari orasida qisib turilgan tibbiy jarrohlik skalpeli tasvirlangan edi. Rustamjon bu mudhish tamg'ani ko'rib, tizzalaridan mador ketib, butunlay darmonsizlanib ketdi. U orqaga tisarilib, gandiraklab borib sovuq devorga suyandi. Uning qonli yuzi o'likdek sarg'ayib oqarib ketgandi. U kislorod yetishmagandek nafas ololmay, havo qamrab og'zini ochib qoldi. Bu shunchaki ko'chada chizilgan qandaydir jinoiy bezori tamg'a emasdi. Yo'q. Bu uning o'z otasi Bahronboyning eng yashirin yer ostidagi seyfida saqlanadigan xufiyona hujjatlarida va doim otasining barmog'idan yechilmaydigan og'ir tilla uzugida tasvirlangan uning shaxsiy, qonli gerbi edi. Otasining ulkan imperiyasi shunchaki halol dorixonalar va yorug' klinikalar tarmog'idan iborat emasligini Rustamjon bolaligidan ich-ichidan shubha qilardi. G'alati odamlar kelib ketishini ko'rardi. Lekin otasidan qo'rqib, bu ishlarning tagiga hech qachon chuqur kirmagandi. Lekin endi o'zining intiqlik bilan kutgan nikoh kechasida, o'zi dunyolarga alishmay telbalarcha sevgan, farishtadek pok deb bilgan 19 yoshli faqir qizning yarador tanasida, o'zining qotil otasining yashirin jinoiy sindikatining tamg'asini va noqonuniy a'zolar savdosidan, inson buyragi o'g'irlanishidan qolgan shafqatsiz xunuk chandiqni o'z ko'zi bilan ko'rib turardi. Malika. Rustamjonning ovozi o'ziga o'xshamay, xuddi qabrdan chiqayotgandek dahshatdan xirillab chiqdi. Bu sening murg'ak tanangdagi jarohat nima? Senga nima qilishgan o'zi? Bu la'nati lochin tamg'asi bu yerda. Sening vujudingda nima qilyapti? Tushuntir menga. Malika Rustamjonning orqa tarafidan kelayotgan dahshatga tushgan yig'lamsiragan ovozini eshitib, chaqmoq urgandek titrab qaqshab ketdi. U yalang'och qolgan, insoniy or-nomusi toptalgan dahshatli chandiqlarini qo'llari bilan yopishga, to'sishga urinib, karavotning burchagiga itdek qisildi va tizzalarini quchoqlab dod solib ho'ngrab yig'lab yubordi. Men sizga 1000 marta aytgandim. Yalingandim. Men bu to'yni umuman xohlamagandim. Men sizdek yigitga, bu shohona oilaga aslo munosib emasman, deb qichqirdi qiz yig'idan bo'g'ilib, ko'z yoshlariga g'arq bo'lib. Meni ular umrbod nogiron majruh qilib tashlashgan. Men endigina 8 yoshimda, bolalik chog'imda ko'chadan o'g'irlab ketilganman. Ular meni itdek qiynab, tiriklayin mening chap buyragimni kesib olishgan. U qonxo'r qassoblar meni go'yoki o'zlariga tegishli moldek, chorvadek belgilab, shu olovli tamg'ani bosib qo'yishgan edi. Rustamjonning miyasida minglab yashin chaqmoqlar chaqilgandek, dunyosi ostin-ustun bo'ldi. Uning o'z otasi, unga qon bergan inson yosh bolalarning a'zolarini o'g'irlaydigan, ularni cho'chqadek so'yadigan qassobmi? Bahronboy uni o'ldirish yoki ko'chaga haydash o'rniga o'g'lining shu qashshoq, oddiy qizga uylanishiga oxir oqibat nima uchun jimgina, hech qanday janjalsiz rozi bo'ldi? Nahotki bu o'zining qilmishini, mudhish o'tmish qurbonini abadiy o'z qafasida, o'z qo'l ostida tutqunlikda saqlash va o'sha qonli sirni abadiy yopish uchun ataylab tuzilgan dahshatli o'yin, shafqatsiz rejamidir. Yigit behol devorga suyanib, og'riqdan yorilayotgan boshini ikki qo'li bilan ushladi. Uning hayotidagi eng shirin nikoh kechasi, oltin qafas ichidagi haqiqiy jannatdan, bir zumda mudhish va qonli sirlar fosh bo'lgan haqiqiy do'zaxga aylangan edi. Endi u bu qonli arosatda nima qiladi? O'z ota-onasidan, butun qon qarindoshidan, shon-shuhratidan kechib, bu bechora va xo'rlangan qizning intiqomini, qasosini oladimi?
yoki yigitlik g'ururini yeb qonga botgan otasining qonli imperiyasiga yaltoqlanib sherik bo'ladimi? Hashamatli, sokin va qorong'u yotoqxonada faqat Malikaning bo'g'iq, yurak bag'riga sig'mayotgan alamli yig'isi va o'choqdagi olovning asabiy pishqirishi eshitilardi. Rustamjon go'yoki ustidan qaynagan qatron suv to'kib yuborilgandek o'z joyida toshdek qotib qolgandi. Uning miyasida minglab javobsiz savollar bo'ron bo'lib o'ynar. Lekin ularning javobi shunchalik shafqatsiz va dahshatli ediki, buni inson bo'lib tan olishga, otasini qotil deb bilishga uning yuragi betlamasdi. U chuqur xo'rsinib o'zini qo'lga oldi. Titrayotgan qo'llari bilan divandagi o'zining issiq, qimmatbaho pidjagini oldida. Karavot burchagiga miltillab qisilib olgan, sovuq va qattiq qo'rquvdan qaltirayotgan Malikaning yalang'och, muzdek yelkalariga ohista avaylab yopdi. Keyin uning yoniga, polga sekin cho'k tushib tiz cho'kdi. Malika, farishtam, meni kechir. Men bularning birortasini bilmagandim, ishon menga. Rustamjonning ovozi kuchsizlanib, quruq pichirlashga aylanib ketgandi. U qizning ko'z yoshlaridan ho'l bo'lgan yuzini to'sib turgan to'zg'igan sochlarini sekin orqaga tarab qo'ydi. Uning ko'zlarida qizning chandiqlaridan hech qanday jirkanish emas, balki cheksiz insoniy shafqat va o'z otasi uchun uyat aralashgan chuqur azob bor edi. Menga yashirmay hammasini ochiq aytib ber. 8 yoshlik go'dakligingda aslida nima dahshat bo'lganini, bu la'nati qotillar tamg'asi sening poyingga qayerdan, qanday qilib kelganini bitta-bitta yig'lamay aytib ber. Men senga yigitlik so'zimni beraman. Bu devorlardan, bu xonadan sening siring va ko'z yoshing tashqariga dushmanlarga aslo chiqmaydi. Malika yigitning pidjagiga o'ranib, Rustamjonning yoshlangan va qizargan ko'zlariga dahshat va ishonchsizlik bilan uzoq qaradi. U qanchadan qancha yillar davomida bu qonli va og'ir sirni o'zining jonsiz tanasida, tirnalgan va jarohatli qalbida yolg'iz o'zi saqlab kelgandi. Nima o'zgarardi endi? Deb achchiq va alamli jilmaydi qiz ko'z yoshlarini qo'lining tersi bilan artib. Agar men sizga bor haqiqatni aytsam, qotilning o'g'li ekaningizni aytsam, siz baribir mendan, majruh xotiningizdan yuz o'girasiz. Yoki siringni ochding deb o'z otangiz bilan til biriktirib, meni telbalar jinnixonasiga umrbodga tiqishadi. Men sizlar kabi boylar uchun shunchaki xohlaganda ezib tashlaydigan oddiy bir o'yinchoqman xolos. Sizning qudratli va qonxo'r otangiz qasddan meni atayin aynan sizga uylantirganini, meni o'z qafasida asira qilishini nahotki tushunmayapsizmi, Rustam aka? Rustamjonning qoshlari chimirilib, yuzi g'azabdan qoraydi. Otam ataylab qilibdimi? Axir otam seni va sening oilangni qayerdan biladi? U bizning bu g'alati to'yimizga zo'rg'a men butun oilaviy biznesdan, merosdan voz kechaman deb unga qasam ichganimdan keyingina ne janjallar bilan rozi bo'lgandi-ku. Malika boshini yig'lab chayqadi. U chuqur azob bilan nafas olib, 11 yil oldingi qonli va mudhish o'tmish eshiklarini Rustam uchun lang ochdi. Men u uzoq paytda maktabda 3-sinfda o'qirdim. Bolalarcha xursand bo'lib maktabdan uyga qaytayotganimda, to'satdan yonimda qora rangli, davlat raqamlarsiz, oynalari qop-qora qoraytirilgan mikroavtobus shinalarini g'iyqillatib to'xtadi. Yuziga qora harbiy niqob taqqan noma'lum odamlar meni, yosh qizaloqni og'zimni latta bilan yopib, bo'g'ib mashinaga zo'rlik bilan tortib kirishdi. Hushsizlikdan uyg'onganimda atrofda o'tkir xlor va qon hidi sasib anqib turgan. Devorlari oq kafel bilan qoplangan sovuq, yashirin yer to'lada qafasda edim. U yerda, o'sha do'zaxda mendan boshqa yana bir nechta murg'ak bolalar va yoshgina yigitlar yig'lab, og'izlari bog'langan holda temir karavotlarga kishanlab qo'yilgandi. Rustamjonning nafasi yana bo'g'ziga tiqilib havoga zoriqdi. Bu uning o'z otasi Bahromboyning g'oyatda hurmatli xususiy klinikalaridan birining tagidagi yashirin qassobxona yer to'lasi bo'lishi mumkinligini tasavvur qilishning o'zi uning insoniy aqlini ozdira yozdi. Ular bizga umuman ovqat berishmasdi. Yig'lasak urishardi. Faqatgina qandaydir noma'lum ukollar, narkoz qilib bizni tinmay uxlatib qo'yishardi. deya yig'lab davom etdi Malika qaltirab. Bir kuni, mash'um kuni meni xalat kiygan, lekin ko'zlari qotilnikidek muzdek va sovuq bir oq sochli odamning oldiga sudrab olib kirishdi.
O'sha odam stolida qo'lida qandaydir qonli hujjatlarni ushlab o'tirardi. Uning qalin barmog'ida juda yirik, qora qimmatbaho uzuk bor edi. Uzukda aynan mening orqamga bosilgan qora lochin va qonli skalpel tasviri aniq tushirilgandi. U odam kelib mening qotib qolgan yuzimga diqqat bilan qarab, "Bu yosh qizning buyragi. Anavi xorijdan kelgan arab shayxining kasal qiziga 100% to'liq to'g'ri keladi. Buni bugunoq birinchilardan bo'lib jarrohlikka tayyorlanglar. Menga esdan chiqmasligi va yo'qolib qolmasligi uchun mol kabi orqasiga o'sha o'zimizning tamg'ani bosinglar", deb qat'iy buyruq berdi. Otam Rustamjon bu so'zlarni eshitmaslik uchun quloqlarini barmoqlari bilan berkitib olishni xohladi. Bahronboyning o'sha butun shaharga mashhur qora uzugi. Rustamjon yoshligida, bolaligida u uzuk bilan o'ynagan, hayratlangan. Otasi esa bu uzuk vizitkamiz. Bizning sulolamizning buyuk qudrati deb ko'krak kerib faxrlanardi. Og'ir operatsiyadan keyin men qornimdagi dahshatli va chidab bo'lmas og'riqdan uyg'ondim. U qassoblar mening murg'ak chap biqinimni ayovsiz kesib, a'zomni sug'urib tashlashgan ekan. Orqamga, nozik terimga esa qizdirilgan temir muhr bilan o'sha mudhish va kuydirguvchi tamg'ani bosishgandi. Men og'riq va qon yo'qotishdan hushimdan ketib olamni unutardim. Ular meni bu operatsiyaga dosh berolmay o'ldi deb o'ylab, shahar tashqarisidagi kimsasiz axlatxonaga qora polietilen salafanga o'rab tiriklayin itdek tashlab ketishibdi. Meni u sassiq axlatxonadan tasodifan bir ko'cha iti iskab topib olgan. Uning tinmay xurishiga atrofda farrosh bo'lib ishlayotgan onam yetib kelgan va meni qon ichida o'lim yoqasidan qutqarib shifoxonaga sudrab qolgan ekan. Malikaning yurakni teshuvchi alamli yig'isi butun xonani, qasrni titratardi. Nega axir? Nega o'shanda darhol politsiyaga bormadingizlar? Nega davlatga aytmadingizlar? Deb chidab tura olmay chinqirib yubordi Rustamjon. O'zining dahshatdan qotgan va yovvoyilashgan ovozidan o'zi ham qo'rqib ketib. Nega o'shanda bu jinoyat haqida hech kimga og'iz ochmadingiz? Aytdik. 1000 marta aytdik. Onam yig'lab faryod qilib politsiyaga ariza yozib bordi. Malika alam va nafrat bilan qichqirdi. Lekin ularning, qonun posbonlarining hammasi sizning otangizga allaqachon sotilgan cho'ntagida edi. Politsiyaga yalinib borganimizning ertasigayoq. Kechasi yarim tunda xaroba uyimizga o'sha yuzi niqobli odamlar eshikni sindirib bostirib kirishdi. Ular yig'layotgan onamning tomog'iga o'tkir pichoq tirab, agar yana bir marta politsiyaga borib shu haqida g'ing deb og'iz ochsak, ikkalamizni ham tishmay tilka pora qilib kesib axlatga yuborishlarini aytishdi. Ular mening shifoxonadagi barcha tibbiy kartalarimni va politsiyadagi yozilgan arizalarni qandaydir yo'llar bilan yo'q qilib, kuydirib yuborishdi. Shundan keyin biz ota-bola bo'lmagan xonadonda o'lim qo'rquvi va qashshoqlikda doimiy tahdid ostida yashashga majbur bo'ldik. Onam bizni asrab qolish uchun o'sha sizning otangizning xususiy klinikalariga o'zini farroshlikka, eng og'ir ishga urdi. Toki u qotillarning doim ko'z ostida nazoratida ekanimizni, ularga qarshi chiqib hech qanday xavf tug'dirmasligimizni amalda isbotlash uchun itdek ishladik. Men butun yoshligimni, orzularimni bo'laklangan majruh tanam, mudhish og'riqlarim va shu qora jallodlar tamg'asining og'ir la'nati ostida qul bo'lib o'tkazdim. Va kutilmaganda Malika gapirishdan to'xtab Rustamjonga chuqur va ochiq nafrat aralash tikilib qaradi va zahar handa qilib, kutilmaganda o'sha yovuz va qonli imperiyaning beg'am shahzodasi kasalxonada menga to'satdan oshiq bo'lib qoldi. Siz menga uylanmoqchi ekanligingizni otangizga tish tirnog'ingiz bilan aytganingizda, otangiz bu kelinning asli kimligini o'z odamlari orqali darhol surishtirib bilgan bo'lishi aniq. U mendagi bu chandiqni va o'z tamg'asini kim va nima uchun qoldirganini o'sha ondayoq eslagan va bilar edi. Rustamjonning chigallashgan miyasida asrning hamma qonli tugunlari yechila boshladi. Nima uchun? Bahronboy shunchalik qattiqqo'l, takabbur va kibrli odam bo'la turib, to'satdan jilmayib mayli, yolg'iz o'g'limning baxti mening obro'yimdan muhimroq deb bu tengsiz to'yga rozi bo'lgani unga endi yorug' kundek tushunarli bo'ldi. Bahronboy o'g'liga shunchaki qashshoq kelin olayotgani yo'q edi. Yo'q. U o'zining 11 yil oldingi qonli sirini guvohini, tasodifan tirik qolib ketgan eng katta jinoiy xatosini o'z ko'z ostiga, o'z uyiga o'lja qilib olib kelib,
Uni abadiy, hech kim kirmaydigan oltin qafasga qamab, tilini kesib qo'ygandi. Chunki malika rasman Bahromboyning qonuniy kelini bo'lsa, u va uning onasi qo'rqib hech qachon politsiyaga borolmaydi. Borsayam o'zi ham, onasi ham o'sha kechasiyoq issiz o'lim topadi. Bu qashshoq va ojiz qiz. Jallod otasi uchun jinoyatini yashirishning eng mukammal, eng ishonchli jimjitlik kafolati edi. Yigit qaltirab tizzalab turgan joyidan asta, xuddi qariyadek o'rnidan turdi. Uning chiroyli yuzi atigi bir necha daqiqa ichida xuddi 10 yoshga qarib qolgandek. Sarg'ayib, sovuq va qat'iy inson tusiga kirdi. U endi o'sha hayotni ko'rmagan boy erkatoy musiqachi Rustamjon emas. Balki insoniyat hayotining eng irkit, eng qonli haqiqati bilan yuzma-yuz kelgan alamzada erkak edi. Rustamjon yig'layotgan malikaning yoniga yana keldi. U qizning muzdek yuzidagi issiq yoshlarini o'zining qaltiroq barmoqlari bilan ohista artdi. Seni bu yirtqichlardan asray olmagan bu adolatsiz dunyoga ming la'nat bo'lsin, malika, deb pichirladi u qizning sovuq peshonasidan hurmat bilan o'pib. Mening o'z otam. Qonim mening beg'ubor hayotimni senga baxt va quvonch berish uchun emas. O'zining chirkin qotilliklarini yashirish uchun mendan iflos bir qurol sifatida ishlatdi. Lekin u o'z kibriga berilib bitta narsada juda katta xato qildi. Malika hayron bo'lib ko'zlarini ochib yigitning yuziga qaradi. U sening oldingda men bu qonli o'yinlarni, haqiqatni hech qachon ko'rmaydi, bilmaydi deb o'yladi. U ahmoq mening bu uydagi, bu qasrdagi unga qarshi eng katta va dahshatli dushmanga, qasoskorga aylanishimni hisobga olmadi. Rustamjon qizni bag'riga bosdi. Malika yillar davomida birinchi marta umrida ilk bor kimningdir yuragida, qalbida u uchun chinakam insoniy himoya va issiq mehr his qilib, o'ksib uning yelkasiga bosh qo'ydi. Men albatta ulardan qasos olaman, malika, qoniga qon olaman. Sening yoshligingda to'kilgan har bir tomchi ko'z yoshing, beshafqat kesilgan majruh tanang uchun ularning butun qonli imperiyasini ildizi bilan qo'porib yo'q qilaman. Ammo buning amalga oshishi uchun menga faqat sening sabring va yordaming kerak. Otam ertadan boshlab bizning juda baxtli va hayotdan rozi, hech narsadan bexabar sodda kelin-kuyov ekanimizga ishonishi shart. Bugundan, shu daqiqadan boshlab biz uning vahshiy ko'z o'ngida dunyodagi eng zo'r, mukammal spektaklni o'ynaymiz. Tayyormisan? Shu hayajonli paytda hashamatli yotoqxonaning og'ir eman yog'ochidan yasalgan eshigi tashqaridan qattiq taqilladi. Tungi soat tungi 3:00 ni ko'rsatayotgan edi. Eshik ortidan otasi Bahromboyning qalin, bo'g'iq va tahdidli ovozi eshitildi. Rustamjon o'g'lim, hali yoshlar uxlamadingizmi a? Men yosh kelin kuyovlarni tabriklash va qutlash uchun maxsus keldim. Eshikni och, qani. Xona ichi bir lahzada dahshatli, nafasni bo'g'uvchi o'lik sukunatga, muzlikka cho'mdi. Qotil o'zining g'arib kelinning tanasidagi, umurtqasidagi o'zining qonli tamg'asini asrab-avaylab qolinganiga, sir fosh bo'lmaganiga o'z ko'zi bilan ishonch hosil qilish uchun tunda ataylab bostirib kelgan edi. Yotoqxona og'ir eshigi ortidan Bahromboyning sovuq, amirkor va shubha to'la ovozi eshitilishi bilan xona ichidagi havo xuddi minus darajaga tushib muzlab qolgandek bo'ldi. Malika o'rtoq kiyik sifat Rustamjonning keng orqasiga yashirinib o'lim dahshatidan qaltirardi. Uning yoshli ko'z o'ngida yana 11 yil oldingi o'sha sovuq kafel qoplangan yer to'la. Qassobning yaltiroq sovuq skalpeli va terisini jizillatib kuydirgan qizdirilgan temir muhr qayta gavdalanib ketdi. O'zining hayotini qoraytirgan jallodi, butun yoshligini va hayotini barbod qilgan shafqatsiz qassob hozirgina uning eng xavfsiz bo'lishi kerak bo'lgan yotoqxonasi eshigini tortinmay taqillatib turardi. Rustamjon bu tahlikani ko'rib darhol tezkor harakatga tushdi. U yashin tezligida divandagi o'zining oq qalin, shohona ipak xalatini oldida, karavot oldida yalang'och qaltirab turgan malikaning titrayotgan ko'karib ketgan yelkasiga qattiq yopdi. Malika, jonim, o'zingni bos, qara menga, deb pichirladi yigit qizning sarg'aygan yuzidan har ikki qo'li bilan mahkam tutib. Uning ko'zlarida qandaydir yovvoyi, kuchli va qat'iy ishonch chaqnardi. Unga o'tmishing haqida hech narsani zarracha ham bildirma. Darhol ko'z yoshlaringni yeng bilan art. U o'z yovuzligidan rohatlanib, sening qaltirab qo'rqayotganingni ko'rib qoniqish olishi kerak emas. Biz dunyodagi eng baxtli oiladek ko'rinishimiz shart. Sen qo'rqma, mening orqamdasan.
Men seni har qanday xavfdan asrayman. Malika qattiq yutinib, zo'rg'a itoatkorona bosh irg'adi. U oq ipak xalatiga mahkam o'ranib, orqasidagi qonli, dahshatli chandiqlarni batamom yashirdi va chuqur qaltiroq nafas oldi. Rustamjon qasddan sochini biroz to'zg'itib, o'zini xuddi xotini bilan bo'lgan eng shirin ehtirosli lahzalari ota tomonidan buzilgan, norozi va betoqat erkatoy kuyovdek tutib asabiylashgan holda borib qulflangan eshikni ochdi. Dada. Rustamjon qattiq hayron qolgandek va biroz jahli chiqqandek qoshlarini chimirdi. Yarim tunda tinchlikmi, nima bo'ldi axir? Nahotki xabaringizni ertalabgacha biz uyg'ongunimizcha kutolmadik. Biz endigina. Eshik ostonasida qorni qappaygan Bahromboy tog'dek savlat to'kib turardi. Uning semiz egnida qimmatbaho qora baxmal xalat, qalin yungli qo'lida esa qizil baxmal quti bor edi. U yosh o'g'lining asabiy noroziligiga, gaplariga zarracha e'tibor ham bermay, o'zini mutlaq sovuqqon tutib, bezbetlarcha xona ichiga qo'pol qadam bosdi. Bahromboyning yirtqichlarga xos, teshik o'tkir ko'zlari butun xonani bir soniyada radar kabi skaner qilib chiqdi. Va nigohlari to'g'ri kamin yonida qo'rquvdan boshini egib, qaltirab turgan xalati ichidagi Malikaga borib qadaldi. Men sizlarga uzoq xalaqit berish, yoshlarning vaqtini olish niyatim yo'q, o'g'lim, dedi Bahromboy zaharxanda, istehzoli tabassum bilan. U ohista, ammo og'ir qadam tashlab qo'rquvdagi Malikaga qarab yaqinlasha boshladi. Shunchaki yosh va go'zal kelinimizga atalgan maxsus tillo to'y sovg'amni aynan shu ilk tunda o'z qonli qo'llarim bilan taqdim etishni, marosimni o'tkazishni ma'qul ko'rdim. Bizning qadimgi sulolamizga qadam qo'ygan har qanday ayol endi umrining oxirigacha abadiy bizning pishiq himoyamizda, qafasimizda bo'lishini o'z bo'ynida his qilish kerak. Malika yiqilib tushmaslik, qaltiramaslik uchun pishiq lablarini qon oqquncha qattiq tishlardi. Bahromboy uning ro'parasida nafasini ufurib to'xtadi. U qo'lidagi baxmal qutini shiq etib ochdi. Quti ichida qalin, bilakdek keladigan va juda og'ir, qimmatbaho, yirik olmoslardan yasalgan ko'zni qamashtiruvchi bo'yinbog' koli tilladek yaltirab turardi. Lekin bu og'ir bo'yinbog' qandaydir ayollik go'zalligi timsoli emas, balki yirtqich asirlarga, xonaki itlarga taqiladigan qimmatbaho yaltiroq qul bo'yinbog'ini, oshinikni eslatardi. Boshini yuqoriga ko'tar, qizim, deb buyruq berdi Bahromboy past, ammo e'tiroz bildirmaydigan qattiq ovozda. Malika butun vujudi titrab, sekin ko'z yoshsiz boshini ko'tardi. Bahromboy uning jonsarak ko'zlaridagi uzoq yillik qo'rquvni ko'rib, ich-ichida o'z ishi va qudratidan shafqatsizlarcha mag'rurlandi. U qizning kechagi qora o'tmishini, chanqoq ko'zlarini juda yaxshi bilardi. Uning oltin qafasida endi hech qayerga ucha olmaydigan, jimgina sayraydigan qanoti singan qushcha bo'ysunib o'tirgandi. Bahromboy og'ir olmos bo'yinbog'ni Malikaning ingichka bo'yniga zanjirdek taqdi. Uning sovuq, yungli va qalin barmoqlari qizning issiq bo'yniga tekkanda Malika go'yo tok urgandek dahshatdan seskanib ketdi. Bu qimmat bo'yinbog'ni uxlasang ham, cho'milsang ham hech qachon yechma, Malika. Bu qimmat toshlar sening bu aziz uyga, menga bo'lgan cheksiz sadoqatingning ajralmas belgisidir. Bahromboy ataylab qizning qulog'iga shivirladi. Sening eski qashshoq o'tmishing endi butunlay yo'q. Kelajaging va hayoting esa faqat va faqat mana shu 4 devor, baland qasr ichida yashaydi. Mening yagona o'g'limni hammadan ham ko'p baxtli qil. Agar erta-indin uning kulib turgan yuzida bitta xafa g'am ko'rsam yoki nolisang, bilib qo'yginki qizim, bizning o'tmishdagi jinoiy xatolarimizni, guvohlarni tezgina to'g'rilaydigan o'zimizning rad etib bo'lmas usullarimiz bor. Bu aytilgan so'zlar to'g'ridan to'g'ri yuziga aytilgan ayovsiz o'lim tahdidi edi. Malikaning tizzalari va oyoqlaridan butunlay mador ketdi, u yerga yiqilay dedi. Lekin ayni shu payt Rustamjon chaqqonlik bilan kelib qizning ingichka belidan ohista, ammo juda mahkam quchoqlab ushlab qoldi va uni himoya qilib o'zining bag'riga tortdi. Rahmat, dada. Bu rostdan ham juda ajoyib va nodir sovg'a, dedi Rustamjon yuzida o'zini baxtli ko'rsatib jozibali tabassum yasab. U o'zining bu baxtiyor yigit rolini shu qadar ishonarli va qoyilmaqom o'ynardiki, ichidagi olovli g'azabini, nafratini dushmandan butunlay usta aktyor kabi yashira olgandi. Men uni, Malikaning o'zini ko'zimning qorachig'idek har qanday dushmandan asrayman.
Endi bizni nihoyat yolg'iz qoldirsangiz degandim. Bizning yoshlarga xos o'z shaxsiy, sirli rejalarimiz bor. Bahronboy o'g'lining bu beparvo va o'ziga bo'lgan sodda ishonchini ko'rib, mamnun va xotirjam holda bosh irg'adi. U o'zining yillab yashirgan qonli va jinoiy siri o'ta xavfsiz joyda, o'z qafasida ekanligiga to'liq ishonch hosil qilib jimgina xonadan viqor bilan chiqib ketdi. Og'ir eman eshik ortidan taq etib yopildi va qulflandi. Eshik qulflanishi bilanoq qahramonlik g'ururi tushib ketgan malika Rustamjonning poyiga polga qulab tushdi. U asabiy zo'riqishdan nafas ololmay, bo'ynidagi zanjirdek og'ir olmos zanjirni qon qilib yulqib tashlashga urinar. Go'yoki bu sovuq yaltiroq toshlar uni dor kabi bo'g'ib, jonini olayotgandek yig'lab xirillardi. Rustamjon darhol yugurib kelib, qizning tirnalgan bo'ynidan zanjirni asaylab yechib oldi va uni g'azab bilan kamin tomon qattiq uloqtirib yubordi. Qimmatbaho olmos toshlar beton devorga urilib, yerga sochilib ketdi. Bo'ldi, jonim. U iflos ketdi. Hammasi o'tib ketdi, ortda qoldi. Rustamjon yig'layotgan malikani issiq bag'riga qattiq bosib, uning qora sochlaridan ota kabi siladi. Biz bu o'yinda yutdik, malika. U bizning uning kirdikorlaridan hech narsadan xabarimiz yo'q deb ishondi, aldanib o'yladi. U g'ofil dushman aslida o'zining o'limini eng ashaddiy o'z qotilini qonli qo'li bilan o'z uyiga kiritib olganini haliyam bilmayapti. O'sha mash'um tunda Rustamjon umuman bir soniya ham uxlamadi. U yig'idan charchagan malikani tinchlantirib, dori berib uxlatgach, tong otguncha kamin oldida yonayotgan olovga qarab o'ylanib o'tirdi. Uning yaralangan yuragida avvalgi qayg'usiz, baxtli hayotidan zarracha asar ham qolmagandi. Kechagina otasi uning ko'z o'ngida halollik, boylik, katta hurmat va qonun ramzi edi. Endi esa u dahshatli va shafqatsiz jallod, millionlab noqonuniy pullar aylanadigan qonxo'r sindikatning qotil rahbariga aylanib qolgandi. Lekin qanday qilib ochiq-oydin ishlaydigan oddiy dorixonalar va namunali klinikalar tarmog'i ortida bunday yashirin, xalqaro a'zolar savdosi, qonli mafiya uyushmasi tinchgina faoliyat ko'rsatishi mumkin? Rustamjon miyasini yorib, otasining imperiyasini qanday qilib ichkaridan yemirib, portlatishni hisob-kitob qilib o'ylay boshladi. Uning qulog'i ostida esa hamon malikaning dahshatli e'tirofi qo'ng'iroqdek jaranglardi. Qora lochin va sovuq skalpel. Ertasi kuni tong otar. Shaytonning iniga jasoratli qadam. Ertalab Rustamjon sipo qora kostyum shim kiyib uxlayotgan malikaning yoniga keldi. Qiz endigina qo'rqib cho'chib uyg'ongan. Uning qizarib ketgan ko'zlarida hamon tunda orttirilgan qo'rquv bor edi. Men bugun tayyorgarlik ko'rib, otamning shahar markazidagi bosh ofisiga boraman, dedi Rustamjon uning sovuq qo'lidan tutib. Agar biz bu qotillar uyida shubha uyg'otmaslikni va tirik qolishni istasak, men uning kuta-kuta o'stirgan, biznesga qiziqadigan sevimli o'g'li bo'lishim kerak. Sen esa uydagi ayg'oqchi xizmatkorlarga nisbatan o'zingni xuddi kibrli boylarning mag'rur xonimidek dadil tutishing qat'iy shart. Ular otamning pullangan ko'zlari va quloqlari. Hech qachon ular oldida aslo yig'lama. Xona eshigini ichkaridan mahkam qulflab ol, hech kimga ochma. Men kechqurun tezda qaytaman. Rustamjon Bahronboyning shahardagi eng yirik markaziy binosiga, uning faqat shisha va qimmatbaho po'latdan qurilgan bosh ofisiga viqor bilan kirib keldi. Odatda faqat kompyuter o'yini, qimmatbaho mashinalar, kulgi va san'at bilan yengil-yelpi shug'ullanadigan xo'jayin o'g'lini bunday g'alati, o'ta jiddiy va sovuqqon qiyofada ko'rgan ofis xodimlari hayratdan qotib, og'izlari ochilib qolishdi. Rustamjon to'g'ri hech kimdan ruxsat so'ramay otasining prezidentlik xonasiga bostirib kirdi. Bahronboy o'zining yirik qora charm kreslosida qandaydir chet ellik xorijiy arab hamkorlar bilan ingliz tilida telefonda jiddiy so'zlashib o'tirardi. Eshikdan shaxt bilan kirib kelgan o'g'lini ko'rib, u yuzini burishtirib telefonni tez qo'ydi. Rustamjon, axir to'yning ertasigayoq senga dam olishning o'rniga bu iflos ofisda nima bor, nima qilyapsan bu yerda? Sening joying hozir shu ayni damda yosh va go'zal kelinchakingning issiq yonida emasmi? Bahronboy ayyorona ma'noli kulib qo'ydi. Rustamjon e'tiroz bildirmay, uning ro'parasidagi o'rindiqqa stulga o'tirdi. U o'z nigohini qat'iy va sovuqqon tutdi. Otasining o'ng barmog'idagi o'sha mudhish, qotillik ramzi bo'lgan qora lochin uzugiga bir soniya jahl bilan qarab qo'ydi-da.
ko'zlarini yana xotirjamlik bilan yuqoriga ko'tardi. Dada, siz tuni bilan haqsiz, dedi Rustamjon sovuqqonlik bilan, yuzida zarracha kulgi sezilmay. Men kechadan beri endi rasman oilali odamman. Yosh bolalarcha pulingizni sovurib bekorchi yashashni butunlay bas qilib, qonli, ya'ni oilaviy imperiyamizni boshqarishni noldan o'rganish vaqti soati yetib keldi. Men shu bugunoq sizning boshqaruv direktorlar kengashingizga, Sovet direktorov tarkibiga qo'shilmoqchiman. Klinikalarning barcha maxfiy ta'minot hujjatlari va yashirin ofis arxivlariga kirish huquqini, ruxsatini dostub menga rasman bermog'ingizni so'rayman. Bizning yirik ishimiz faqatgina arzimas dori sotish emasligini men allaqachon sezganman. Va men sizning katta yordamchingiz bo'lib, sizga elkadosh yordam bermoqchiman. Bahromboyning qalin qoshlari hayratdan tepaga ko'tarildi. Uning qarigan ko'zlarida bir zum hayrat va ayni paytda xatarli shubha uchquni chaqnadi. O'zining doim yumshoq fe'l, onasiga o'xshagan Bo'shbayev, san'atsevar o'g'liga bir kechada nima balo bo'ldi-yu? Shunday sovuq, ko'zlarida qat'iyat porlagan va hisob-kitobli jiddiy insonga aylanib qoldi. Sen xom sut emgan bola. Mening xavfli ishlarimga aralashmoqchimisan? Men bu devorlar ortida aslida qanday ishlar qilishimni, qancha qon to'kilishini sen hatto uxlab tasavvur ham qila olmaysan, o'g'lim, dedi Bahromboy stulidan turib asabiylashib uning yuziga chuqur tikilib. Bularning bari jinoyatlar. Siz o'z joningizni tikib aynan men uchun, mening porloq kelajagim uchun qurayotgan ulkan imperiya ekanligini endi tushundim. Vaqt va o'lim yomg'iri kelib, bularning barcha mas'uliyati aynan menga qoladi. Shunday ekan, men tirikmanmi, bu o'yiningizning barcha qora va oq qoidalarini bugundan bilishim qonunan shart. Dada. Rustamjon ham zarracha ortga chekinmay bo'sh kelmadi. Ota-bola o'rtasida havo siqilib, sovuq va qattiq erkaklarcha ko'z urishtirish bo'lib o'tdi. Bahromboy mo'ylovi ostidan miyig'ida jilmaydi. U necha yillardan beri o'g'lidagi bu uxlab yotgan qonxo'r yirtqichlikni, bo'rilikni uyg'onishini anchadan beri kutgandi. U endi o'zining yashirin mudhish kirdikorlari haqida asta-sekin, bosqichma-bosqich o'g'liga ishonsa ham bo'lishi mumkinligini o'ylay boshladi. Ammo Rustamjon mutlaqo bilmasdiki, otasining asosiy gumashtasi va eng qonxo'r o'ng qo'l yordamchisi, qora tibbiy operatsiyalar rahbari ayni paytda xonada yashirin shkaf eshik ortida ularning bu jiddiy suhbatini poylab tinglab turardi. Va u xufiya Rustamjonning bu bir kunda keskin o'zgarishidan, so'zlaridan qattiq xavfsirab shubhalangan edi. Jahannam darvozalari endi shahar uzra to'liq ochilgan edi. Rustamjon maqsadi sari otasining xonasidan chiqib ketgach, Bahromboyning ulkan va shohona ofisidagi o'lik jimjitlik uzoqqa cho'zilmadi. Xonaning to'ridagi kitoblarga to'la katta kitob javoni ohista, g'irchillagan ovoz bilan sekin chetga surildi. Va uning ortidagi yashirin qorong'i xonadan o'rta yoshlardagi yuzi shunday hissiz, sovuq va qotganki, go'yo o'liknikiga yoki mum haykalga o'xshab ketadigan bir erkak sharpadek chiqib keldi. Uning egnida benuqson dazmollangan qora kostyum, qotib qolgan qo'llarida esa hech qachon yechilmaydigan doimiy tibbiy oq rezina qo'lqop bor edi. Bu mudhish odam doktor Turob, Bahromboyning xalqaro millionlab dollarlik a'zolar savdosi tarmog'idagi asosiy bosh jarrohi. 11 yil oldin o'z stoli ustida murg'ak kichkina malikaning tirik tanasini ayamay sovuqqonlik bilan kesib, unga umrbodga qora la'nati tamg'ani bosgan qonxo'r, haqiqiy qassob edi. U qasamyodini buzgan, hech qachon insoniy his-tuyg'uga berilmas. Odamlarga va tirik bemorlarga faqat pul keltiradigan ehtiyot qismlar, organlar yig'indisi sifatida shafqatsizlarcha qarardi. Siz bu bolaqqayga rostdan ishonasizmi, Bahromboy aka? Doktor Turobning sovuq ovozi xuddi zanglagan metalning metalga ishqalanishidek quloqni kesuvchi, o'ta yoqimsiz edi. U Rustamjon chiqib ketgan qiya eshikka shubha bilan uzoq tikilib qarab turardi. Kechagina mashina minib, boyvachcha erkatoy bo'lib yurgan o'g'lingiz bir kechada mo'jiza yuz berib to'satdan qonli oilaviy imperiya uchun yonib qoldimi, daho bo'ldimi? Axir kechagina u san'at, rassomchilik va bekorchi chet elga sayohatlar haqida og'zidan bol tomib gapirib yurardi-ku. Balki to'shakda o'sha ko'chadan kelgan qashshoq kelin tunda unga o'tmishi haqida nimadir sirni aytib yig'lagan bo'lsa-chi? Ikkalasini ham shifoxonadagilardek birdan yo'q qilish kerak.
Bitta baxtsiz hodisa, avariya yozib berish mening bir paslik ishim, shuligicha yetarli. Bahronboy jahl bilan qora charm kreslosiga yastandi va barmoqidagi mudhish lochin uzugini asabiy aylantirdi. Uning ko'zlarida ham otalik g'ururi, ham sherikning gapidan tushgan shubha aralashgan edi. Jim bo'l, tilingni kesib olaman Turob, haddingdan oshma. U mening jonim, imperiyamning yagona qonuniy vorisi. Mening o'z oq qonim. Men uni bu qonli va shafqatsiz yirtqichlikka, odamkushlikka tayyorlashni yillar davomida intizorlik bilan kutdim. Ko'rmadingmi, to'y kechasi uni qanday ulg'aytirib o'zgartirdi. Erkak kishi hayotda o'zining yosh xotiniga, uning ojiz tanasiga mutlaq xo'jayin bo'lgandan keyingina haqiqiy boshqarish va qudratning shirin ta'mini biladi. Qashshoq. Malika unga aslo hech narsa sir deya olmaydi, men uni ogohlantirib qo'yganman. Uning kasalxonadagi onasi kecha-yu kunduz mening pichoqli odamlarimning ochiq nishonida ekanini u ahmoq qiz juda yaxshi biladi. Malikaning birgina xato gapi o'z og'zini ochishi. Qadrdon onasining darhol o'limiga olib keladi, buni u biladi. Shunday bo'lsa-da, doktor Turob o'tkir ko'zlarini ilondek qisdi. Men unga baribir hushyor va o'ta ehtiyotkor bo'lishni mutaxassis sifatida maslahat beraman. Agar u Bo'shbayev bola bizning chuqur qonli ishlarimizga bevaqt burnini suqsa va insonlarni kesish jarayonida uning bo'sh asablari dosh bermay politsiyaga gulab qo'ysa, butun milliardlik tarmoq xavf ostida, qamoq ostida qoladi. Interpol yashirin politsiya shusiz ham o'tgan haftadan beri Yaqin Sharqdagi ba'zi badavlat mijozlarimizning orqasidan iziga tushgan. Rustamjonga hozircha faqat chiroyli va oq qog'ozlarni, toza daromadlarni ko'rsatamiz xolos. Vaqt o'tishi bilan uning bo'sh qo'llarini qonga, go'shtga o'rgatamiz, dedi Bahronboy qat'iy va buyruq ohangda. Ungacha u faqat mening shaxsiy nazoratim ostida ofisda bo'ladi. Zudlik bilan uyga, ishonchli xizmatkorlarga ayt. Men bormagunimcha o'sha yosh kelindan bir soniya ham ko'z uzishmasin. Kuzatuv kuchaytirilsin. Oltin qafasdagi inqilob va arslonlarning uyg'onishi. Rustamjon poytaxt ofisida otasining qonli sirlarini arxivdan qidirayotgan bir paytda shahar tashqarisidagi dabdabali o'rmonli qasrda Malika o'zining haqiqiy psixologik yashash uchun urushini yolg'iz olib borayotgan edi. Tush payti. Quyosh tikkaga kelganda Malika keng yotoqxonada Rustamjon tayinlab aytgandek eshikni qattiq qulflab olgan. Katta derazadan tashqaridagi o'zbag'icha qorovullar va o'tib bo'lmas baland devorlarga qo'rquv bilan umidsiz qarab turardi. Bu hashamatli uy tashqaridan qaraganda haqiqatan ham ertaklardagi jannat makon go'shi edi. Moviy hovuzlar, ochilib turgan qip-qizil atirgul bog'lari, oq marmar qadimiy haykallar. Lekin aslida bu tilladan qurilgan qafasning har bir devor burchagidan qurbonlarning qon hidi va nolasi kelayotgandek tuyulardi unga. To'satdan Malikaning yuragini yorib, qalin eshik qulfi tashqaridan kimgadir tegishli maxsus zapas kalit bilan g'irchillab, so'roqsiz burala va ochila boshladi. Malika cho'chib tushib orqaga tisarildi. Xonaga yuzsizlarcha qasrning eng katta bosh xizmatkori. Yoshi 50 yoshlardagi, yuzi sovuq va ko'zlari aynan qora ilonnikidek ayyorona chaqnab turadigan holida xola bostirib kirdi. Uning shishib ketgan ortida yana ikkita qizil kiyimli yosh xizmatkor qiz kumush patnisda issiq ovqat va noz-ne'matlar ko'tarib turgandi. Xolida oddiy xizmatkor emas, Bahronboyning bu qasrdagi eng ishongan maxfiy odamlaridan biri. Asosan qasrdagi keraksiz mehmon va guvohlarni nazorat qilib jazolovchi qonli josus edi. Xolida Malikaning shunchaki oddiy tungi xalatda, oyna deraza oldida oppoq oqarib, qaltirab turganini ko'rib, miyig'ida kulib zaharxanda tabassum qildi. U qizning yetimxona va qashshoq o'tmishini, qayerdan sudrab kelinganini juda yaxshi va aniq bilardi. "Kelin poshsho, marhamat, oqsuyaklar ovqatingizni olib keldik, oling", dedi Xolida. Ovoziga qasddan, atayin o'ta qo'pol, mensimazlik va kalaka ohangini qo'shib. U ochiq xonani o'g'ridek ko'zdan kechirdi va o'choq oldida yerda sochilib yotgan qimmatbaho olmos zanjirni durlar shodasini ko'rib qoldi. Ehe, xo'jayinimiz Bahronboy akaning qimmatli dabdabali to'y sovg'alarini ko'cha qizdek yerga otib yuboribsiz-ku, aylanayin. Tog'dagi qishloqiga, gado qizga olmos qimmat tosh bersang, uni arzon shisha ekan deb supurib axlatga tashlaydi degan gaplari bejiz emaskanda. Menga qarang.
Bu hashamatli uydagi ba'zi narsalar va kiyimlar sizning o'sha kasal onangizning butun umri davomida topgan qora maoshidan 100 chandon qimmat turishini xom kallangizda unutmang, xo'pmi? Malikaning yig'idan qaqragan bo'g'ziga o't tiqildi. U bu haqoratlarga alam bilan javob qaytarmoqchi, tarsaki tushirmoqchi bo'ldi. Ammo yillardagi qullik qo'rquvi uni xuddi polga yerga mixlab duduqlantirib qo'ygandi. Lekin ayni shu ojiz soniyada uning qulog'i ostida Rustamjonning saharda ketishdan oldin aytgan so'zlari o'qdek jarangladi. Sen faqat mening orqamdasan, yonimdasan. Ularning oldida hech qachon yig'lama, bo'shashma. O'zingni bu ulkan uyning haqiqiy xonimidek viqor bilan tut. Ular otamning puliga sotilgan quloqlari. Agar u ojiza qiz hozir ko'z yosh qilib yig'lasa, bu zahardor ilonlar uning qanchalik zaifligini darhol bilishadi va uni shu kuniyoq yanchib tashlashadi. Malika nozik mushtlarini shunday qattiq alam bilan siqdiki, qonli tirnoqlari oppoq kaftiga botib ketib iz qoldirdi. U cho'kib qolgan qaddini mag'rur tik tutdi. Yuzidagi quldek qo'rquv o'rnini bir zumda muzdek sovuq, arslondek qat'iyat egalladi. 11 yil ketma-ket dahshat, nogironlik va xorlikda qul bo'lib yashagan qiz endi o'zining shafqatsiz qotillariga qarshi ochiq o'yinni boshlashga butun vujudi bilan qaror qildi. U sekin barmoqlarini qisib qadamlar bilan jilmayib turgan Xolidaning yuzma-yuz yoniga keldi. Ularning orasi nafas tegadigan darajada bir qadam qoldi. Malika avval patnis ko'tarib qaltirab turgan yosh qizlarga, keyin balanddan Xolidaning ko'ziga sovuq malikalardek nazar tashladi. "Xolida xola", dedi Malika shunday jarangdor, qat'iy va jiddiy ovozdaki. Pastkash xizmatkor ayolning ko'zlaridagi qotib qolgan kibr bir soniyaga yuvilib yo'qoldi. "Mening avval qayerdan, qaysi balchiqdan kelganimni siz yaxshi bilishingiz, ko'rishingiz mumkin. Lekin hozir bu uyni to'rida men kimman? Qanday darajadaman buni butunlay unutyapsiz shekilli. Men bo'lajak merosxo'r Rustamjonning yagona qonuniy rafiqasiman, xonimiman. Bu boy uydagi har bir qimmat narsaning teng yarmi qonun bo'yicha mening shaxsiy mulkim hisoblanadi. Shu jumladan mening bu uyga olib kelgan sizday pastkash xizmatkorim ham mening mulkim." Xolidaning semiz yuzi oqarib, g'azabdan rangi o'zgardi. U uydagi jim, qashshoq qizdan bunday jasoratli va mag'rur javobni aslo kutmagan edi. "Mening barcha buyumlarim, xoh u qimmat olmos, xoh arzimas narsa bo'lsin, qayerda va qanday turishini faqat va faqat men o'zim hal qilaman", davom etdi Malika Polning yerda yotgan qimmat olmoslarga qarab ham qo'ymay, ko'zini uzmay. "Agar yana biron marta mening ruxsatimsiz mening shaxsiy yotoqxonamga eshikni ochiqchasiga taqillatmasdan o'zingizning o'g'ri kalitingiz bilan kirsangiz, yoxud aziz onam haqida haqoratomuz bir og'iz so'z ochsangiz, ehtimol men sizni shunchaki quruq ishdan haydash o'rniga sizning yosh qizlar bilan qilgan bu uydagi ba'zi iflos va jinoiy sirlaringizni mijozingiz Rustamjonga aytib berishimga, qamab yuborishiga to'g'ri kelar. Endi esa jimgina ovqatni o'sha stolga qo'ying-da. Dumingizni qisib chiqib keting xonamdan. Menga xotirjam yolg'izlik kerak, bas." 2 yosh xizmatkor qiz bu to'qnashuvdan qo'rqib ketib, darhol patnisni stolga qo'yib, javob ham bermay darhol yugurib chiqib ketishdi. Xolida xola esa bu javobdan g'azabdan xuddi cho'chqadek pishqirib, alamdan ko'zlarini qattiq qisdi. "Bu musicha qizaloq biz o'ylaganimizdan va bilganimizdan ko'ra qonxo'r va xavfliroq ekan-ku", deb o'yladi u ichida rejalar tuzib. Xolida g'azabini ichiga yutib jimgina soxta ta'zim qildi va dahlizga xonani asabiylashib tark etdi. Og'ir eshik yopilishi bilan g'urur bilan tik turgan Malikaning tizzalari darmonsizlanib ketib, bo'shashib qalin gilam ustiga cho'kib tushdi. U asabiy hayajondan titrardi. U o'zining butun o'lik hayotida birinchi marta g'ururini toptagan o'z jallodlariga qo'rqmay tishini ko'rsatgan, qarshi chiqqan edi. Bu ish uni ichidan ham g'urur va cheksiz kuch bilan faxrlantirdi. Ham endi dushman bilan kurashishdan orqaga qaytish yo'llari yo'qligini dahshat bilan ongli ravishda his qildirdi. Endi ikkinchi hayot va qonli o'yin haqiqatan boshlandi. Qon yig'lagan arxivlar va tungi mudhish kashfiyot. Rustamjon yoshligini unutib, bosh ofisda tunda kechgacha qolib ketdi. Bahronboy unga o'g'li bo'lgani uchun yuzaki klinikalarning barcha rasmiy oq hujjatlari va davlatdan tasdiqlangan yillik daromadlar bazasini ochib bergandi.
Rustamjon butun e'tibori bilan bu sonlarni, raqamlarni soatlab kompyuterda tahlil qildi. Hammasi qog'ozda o'ta mukammal, toza, davlat oldida qonuniy ko'rinardi. Oddiy kasalxonalar go'yoki odamlarni davolab yillab millionlab dollar ochiq daromad keltirardi. Lekin Rustamjon o'z ko'zi bilan ko'rgan xotini orqali bilardiki, eng qimmatbaho bo'lgan inson a'zolari va xalqaro a'zolar savdosi, o'g'irliklari bu rasmiy oq qog'ozlarda aslo aks etmaydi, ular soyada qoladi. Unga bularni fosh etish uchun qandaydir raqamlar emas, balki haqiqiy mudhish sirli qora baza, yashirin isbot kerak edi. Qahraton kech tushdi. Oyna ofisda u va qorovullardan boshqa xodimlar qolmadi. Rustamjon sekin, bildirmay otasining prezidentlik xonasiga qorong'ida yashirincha kirdi. U bir paytlar chet elda uzoq yillar o'qigan it va kompyuter texnologiyalari xakerlik sirlaridan mohirona foydalanib, otasining shaxsiy va qulflangan kompyuteriga ulana oldi. Rustamjon xavotir bilan birinchi parolni topishga urindi. Qudratbek klinika. Otasining tug'ilgan onasi yili. Lekin urinishlarning hammasi xato chiqdi va bloklanish xavfi tug'ildi. Shu asabiy payt uning yodiga xotini Malikaning umurtqasidagi qonli tamg'asi tushdi. Qora lochin. U umid bilan klaviaturada sekin Sokol 2015. Lochin 2015 kabi taxminiy yashirin qora yillarni deb kiritdi. Qizil yozuv bilan rad etildi degan xabar chiqdi. U tishini tishiga qo'yib yana tavakkal urinib ko'rdi. Oblak Falton 11. Qora lochin 11. Ekranda kutilmaganda kirishga ruxsat etildi degan yozuv chiqdi. Va ekranda yonib turgan qizil xavf yozuv asta-sekin yashilga aylandi. Rustamjonning hovliqqan yuragi xursandchilik va qo'rquvdan qinidan chiqqudek bo'lib, eng tubdagi qora maxfiy papkalarni birma-bir ochib ko'ra boshladi. Uning ko'z o'ngida insoniyat tarixidagi eng mudhish va qonli haqiqat, qassoblik ishlari namoyon bo'ldi. Bular shunchaki navbatchi shifokorlarning quruq tibbiy hisobotlari emas edi. Yo'q. Bu to'g'ridan to'g'ri o'g'irlangan yoki laqillatilgan tirik odamlarning go'sht bozoridagi katalog ro'yxati, press-kuranti edi. Ekrandagi har bir qora jildda qandaydir bechora insonning xufiyona olingan rasmi. Haqiqiy yoshi. Tibbiy qon guruhi. Va eng yomoni yonida yashil, o'chib yonadigan rangda uning qaysi tana a'zosi xorijga buyurtma qilingani va u a'zosi qancha narx turishi 100 minglab dollar miqdorida aniq yozilgan edi. Qurbonlar asosan ko'chada yotadigan uysizlar, internat va bolalar uylaridan ruxsatsiz qochganlar, yoki davolanishga kelib hujjatsiz qolgan chekka qishloqlardagi nochor va kambag'al odamlar mo'ljallanib nishonga olingan edi. Va bulardan ham eng xavotirli, dahshatlisi, Rustamjon bugungi sanada aniq vaqt bilan yangi ochilgan o'lim faylini topib oldi. Faylning yashirin nomi: Operatsiya Yangi tong. Donor obyektlar, ya'ni odamlar soni 3 ta tirik jon. Manzil: shahar chekkasidan 40 kilometr tashqarisidagi eski, yopilib ketgan veterinariya ilmiy tadqiqot markazi. Aslida esa bu joy allaqachon tashlandiq, davlat e'tiboridan chetda qolgan xaroba bino. Lekin jinoyatchilar uchun ideal makon. Aynan o'sha mudhish yerda. Bugun kechasi yarim tunda 3 nafar begunoh yosh odamning kerakli a'zolarini shafqatsizlarcha pichoq bilan kesib olish mudhish rejalashtirilgan edi. Qonli operatsiyani esa shaxsan o'sha qassob doktor Turob amalga oshirishi buyrug'i belgilangandi. Rustamjon vaqtni yo'qotmay bu qonli o'lim hujjatlarini o'z telefoniga darhol rasmga tushira, nushasini ko'chira boshladi. Agar u bu yuzlab raqamli ma'lumotlarni qandaydir ishonchli joyga, masalan xalqaro tashkilotga jo'nata olsa, otasining millionlik jinoiy imperiyasini bir kechada tag-tugi bilan xarob qilib, yo'q qila olardi. Lekin to'satdan xonadagi o'sha orqa tarafdagi yashirin ulkan kitob javoni motorli g'irchillagan asabiy ovoz bilan asta-sekin chetga surila boshladi. Kimdir xufiyona xonaga bostirib kirib kelyapti. Rustamjon o'zini yo'qotmay darhol kompyuterni quvvatdan o'chirib, fleshkasini chaqqon sug'urib oldi va xonaning qorong'i va pardali burchagiga o'zini sharpadek otdi. Xonaga dahlizdan og'ir qadamlar va pishqirgan nafas bilan doktor Turob qassob kirib keldi. U qop qorong'i xonada xuddi itdek atrofni iskagandek nimadir hidni hidladi. Uning sovuq, yirtqich nigohi to'g'ri burchakdagi kompyuter monitoriga qaratildi. Monitor garchi o'chirilgan bo'lsa ham,
Haliyam qizib, biroz issiqlik taratib ishlab turgani bilinar turardi. Turob o'zining operatsiya pichog'ini, yaltiroq skalpelini cho'ntagidan sekin, tovushsiz sug'urib oldi. Rustamjon pardalar orasidagi qorong'i burchakda, pichoqli qotilning oldida nafasi ichiga yutib, qotib harakatsiz turardi. Qassob pichog'ini ko'tarib, unga qarab o'ljasini sezgan yirtqichdek asta, bosiq qadamlar bilan kela boshladi. Kutilmagan sinov, yoxud shaytonning va o'limning yuzma-yuzlashuvi. Shu qaltis va dahshatli soniyada to'satdan ofisning katta eshigi qattiq ochilib, zalning barcha chiroqlari yorqin yondi. Eshikdan Bahromboy xonaga qoshlarini chimirib kirdi. Uning egnida qimmatbaho junli qora palto bor edi. Rustamjon, orqaroqda deb baqirib chaqirdi otasi xonaga qarab. Rustamjon yashiringan pardalar joyidan qo'rquv bilan chiqmadi. Lekin u aqllilik qilib balki stullar ortidan, go'yoki qo'lidan yerga tushib ketgan ruchkasini ataylab izlayotgandek, o'zini juda tabiiy ravishda sokin tutib qaddini rostladi. Shu yerdaman, dada. Qidirgan eski hujjatlarim pastga tushib qolibdi, deb xotirjam javob berdi. Doktor Turob eshik ochilishi bilan chaqqonlik qilib pichog'ini yengiga yashirib qo'yishga ulgurgandi. Lekin u Rustamjonga o'ta katta shubha bilan yeb qo'ygudek uzoq va zaharli tikilib qoldi. Bahromboy esa o'zining bu g'alati ishlayotgan o'g'liga xuddi imtihon olgandek g'alati va sinovchan qattiq nigoh tashladi. Ko'rdim. Kechgacha qolib qog'oz titibsan. Juda yaxshi. Senga bizning daxlsiz yirik katta biznesning hisob-kitob hujjatlari ma'qul kelib, yoqdimi o'zi? Deb so'radi u pisandi qilib. Ha dada, men ko'rib hayratda qoldim. Hammasi juda aqlli va o'ta daromadli tuzilgan ekan. Unda xotirjamlikni yig'ishtir. O'zingga hoziroq qora issiq pidjagingni kiygin-da pastga tush. Bugun biz sening ofisdagi quruq nazariyangni, ko'rganlaringni qonli amaliyot bilan sinaymiz. Biz siri katta va g'oyatda muhim obyekt joyga shoshilinch ketyapmiz, dedi Bahromboy qattiq tishlanib. Uning xirillagan ovozida hech qanday otalik mehri, muloyimlik mutlaqo yo'q. Faqat muzdek mutlaq yirtqichlik ohangi bor edi. Rustamjon hech narsaga tushunmay, otasi nima reja qilganini bilmay, otasi va qotil Turobning sovuq ortidan pastga tushib, garajdagi og'ir zirehli qora mashinaga o'tirdi. Mashina qop-qorong'u zulumot trassani bo'ylab indamay ancha uzoq yurdi va uzoq shahardan tashqariga huvillagan sahroga qarab chiqdi. Rustamjonning qo'ynidagi telefondagi Google xaritasiga qarab yuragi muzlab, urishdan to'xtab qolay dedi. Ular to'g'ri. O'sha boyagi arxivda ekranda ko'rgan yangi tom, eski veterinariya markaziga, insonlar tiriklayin so'yiladigan mudhish yashirin qassobxonaga qarab to'g'ri uchib ketishayotgan edi. Mashina tormoz berib changitib to'xtadi. Ular qorong'u, tashqi ko'rinishidan eski va tashlandiq binoning betonli yerto'lasiga lift orqali chuqur tushdi. Yerto'la qasrning tashqarisiga umuman o'xshamaydigan, mutlaq kimyoviy steril, atrof oppoq toza kafel bilan chiroyli qoplangan, chet elning eng zamonaviy tibbiy va xirurgik uskunalari bilan jihozlangan ulkan va qonli o'lim fabrikasi bo'lib chiqdi. Xonaning qoq o'rtasida temir sovuq jarrohlik karavottiga qo'l-oyoqlari qattiq tasma bilan bog'lab qo'yilgan, ustidagi kiyimlari yechilgan, hushi o'zida bo'lgan 20 yoshlardagi juda yosh bir o'zbek yigit og'riqdan va qo'rquvdan yig'lab, mendan nima xohlaysizlar deb tipirchilab yotardi. Bu nohaq bog'langan yigitning ko'zlaridagi miltillagan mudhish o'lim dahshati Rustamjonning ko'z o'ngiga yig'lab yotgan malikaning holatini qayta chaqmoq kabi keltirdi. Bahromboy hech ikkilanmay Rustamjonning yelkasidan qattiq qisib ushlab, uni yig'layotgan o'lja karavot yoniga ohista sudrab olib keldi. Qotil doktor Turob esa ularga e'tibor bermay, mutlaq xotirjamlik va odat bilan maxsus pichoqlar, jarrohlik asboblarini tozalab operatsiyaga tayyorlamoqda edi. Sen bugun ofisda o'tirib, mening milliardlik imperiyamni qanday qilib osonroq boshqarishni makkorlarcha so'ragan eding, to'g'rimi Rustamjon? Dedi Bahromboy qulog'iga sovuq, qonli tabassum bilan pichirlab. Ofisda men senga faqat toza, rasmiy oq qog'ozlarni va raqamlarni ko'rsatdim. Endi esa haqiqiy va shafqatsiz yuzni, haqiqatni ko'rasan. Bizning oilamizning cheksiz qudrati va daxlsizligi mana shu axlat tagidagi yerda.
Shu oqayotgan inson qoni va jonsizlarning azobi ichida millionlab dollarlarga to'plangan. Biz bu arzon dunyoning yangi xudolarimiz. Kimning nafas olib yashashi va kimning qimmatbaho a'zolari kesilib kimga pullanishini faqat va faqat biz hal qilamiz o'z o'rnimizda. Va endi men seni o'zimning qonli taxtimga o'tkazishdan, butun ishlarni ishonishdan oldin sening irodangni, bizning ishimizga sadoqatingni bitta amaliy qurbon bilan sinashim qat'iyan kerak. Bahronboy jiringlab turgan metal patnisdan yaltirab o'tkir charxlangan qimmatbaho jarrohlik skalpelini o'lim pichog'ini oldida uni zo'rlik bilan Rustamjonning titrayotgan, qaltiroq qo'liga tutqazdi. Bu baxtqaro yigitning sog'lom urib turgan yuragi bugun maxsus reysda chet elga o'ta qimmat narxda yirik arablardan bo'lgan xaridorga yetib borishi zudlik bilan kerak. Bahronboy xira nurda o'g'lining qotgan ko'zlariga o'zining otalikka xos bo'lmagan dahshatli va ayovsiz ilondek nigohi bilan tikildi. Agar sen haqiqatan ham mendan yaralgan vorisim, mening sherigim va oq qonim bo'lsang, va agar kelining o'sha malika qizaloqning qochish yoki sotqinlik haqidagi uydagi mening qora shubhalarimni qoning bilan yo'qqa chiqarmoqchi bo'lsang, u qassoblikka oid birinchi chuqur kesishni hozir o'z ixtiyoring bilan sen o'zing qilasan, Rustamjon. Yana o'ylama. Shu qo'lingdagi o'tkir skalpel bilan rahmsizlarcha uning chap ko'kragini tilib ochib berasan menga. Yoki agar rad etsang, sen mening oriyatli o'g'lim emassan, balki sotqinsan. Va sening qadrli kelining Malika o'z xasta onasining chopilgan o'ligini ertaga ertalabdayoq qora ko'chadan bo'laklab tashlanganini topadi. Tanla, faqat sening qo'lingda hamma qaror qoldi. Rustamjonning titrayotgan qo'lidagi sovuq, qonli metal pichoq go'yoki uning terisini olovdek chizillatib kuydirayotgandek muzlab qoldi edi. Uning kar bo'lgan qulog'i ostida endi qotillik uyida faqat ikkitagina narsa qoldi. Karavotda qo'rquvdan qovurilib titrayotgan begunoh insonning, yosh yigitning bo'g'iq o'lim oldi yig'isi va o'zining ojiz sevgilisi Malikaning tunlari uxlamay yig'lagan qonli, umidsiz asriy nidosi dahshatli tarzda jaranglardi. Yo o'z otasi o'zining yagona o'g'lini mudhish qotilga, hayvonga aylantirmoqchi edi. Yoki agar rad etsa, shu o'lim tikilgan joyning o'zidayoq uni ham xotini bilan birga qo'shib ayovsiz fosh qilib, qirg'in qilib bo'g'izlab yo'q qilmoqchi edi. Rustamjon qo'lidagi sovuq va qonli o'lim quroli skalpelni barmoqlari bilan mahkam siqdi. U terlab pishqirib, karavotga kishanlangan ojiz yigitning yalang'och qilingan ko'kragiga qarab tishini tishiga qo'yib sekin egildi. Qop qorong'u tun izg'irinida oppoq sovuq kafel bilan yuzma-yuz qoplangan mudhish yashirin o'lim fabrikasi. Yer to'la. Tepada qotib yonib turgan sovuq, ko'zni qamashtiruvchi jarrohlik chiroq lampasi ostida. Sovuq temir karavotga itdek bog'langan begunoh, go'dakdek yigitning qaltirayotgan ko'zlarida cheksiz o'lim dahshati, umidsizlik qotib qolgandi. Uning tepasida, qarshisida qo'lida qonli charxlangan o'tkir skalpel pichog'ini qaltirab tutgan Rustamjon. Uning tepasida esa zulmatdek qonxo'r otasi Bahronboy. Va yonlarida his tuyg'usiz, qotillikka ko'nikkan sovuqqon qassob odamxo'r doktor Turob jalloddek shay bo'lib turardi. Yoki o'z qo'ling bilan odam so'yasan. Yoxud ko'chadan topgan xotining va uning xasta onasi shu bugunoq itdek so'yilib o'ladi. Bahronboyning o'lim ta'mini beruvchi bu tahdidli temirdek qattiq so'zlari Rustamjonning kar bo'lgan qulog'i ostida, miyasida to'xtovsiz, zaharli o'qdek yangrab jaranglardi. Rustamjon o'zini yo'qotay deb yaltirab turgan skalpelni qo'llari bilan yanada mahkamroq terlab siqdi. Uning qon qochgan qo'llari endi bir zumga asabiylashib titramay qo'ydi, toshdek qotdi. U karavotda jon holatda tipirchilayotgan, xudo deb yig'layotgan murg'ak yigitning chap ko'kragiga, yurak qismiga qarab asta o'z pichog'i bilan egildi. Yaltiroq, o'tkir skalpelning temir uchi qurbon yigitning qaltirayotgan, ko'karib ketgan terisiga qadalishiga, kesib yuborishiga atiga 1 millimetrgina qilchalik joy qolgandi. To'satdan Rustamjonning qo'li qattiq tormoz bergandek havoda muzlab to'xtadi. O'limga tayyor bo'lgan xona ichiga og'ir, ezg'ilagich va o'lik bir sukunat cho'kdi. Va ayni shu dahshatli va jimjit pallada kutilmaganda Rustamjon o'zini orqaga tashlab, asabiy jinnilardek baland ovozda qaq-qaq otib, yovvoyilarcha qattiq kulib yubordi.
Uning yuzidan chiqqan bu devonavor kulgi shunchalik sovuq, jozibali va g'ayritabiiy, o'limkash ediki. Hatto yillar davomida inson qonini ichishga, qotillikka ko'r bo'lib o'rganib qolgan yirtqich doktor Trop ham qo'rqib ketib bexosdan bir qadam orqaga tisarildi, quroliga qo'lini uzatdi. Qoyil qolish kerak sizning hiylangizga, dedi. Rustamjon kulgidan qizarib ketgan yuzini to'g'rilab qaddini baland rostladi va o'zining terlagan qo'lidagi charxlangan skalpelni jahl bilan bor qattiq kuchi bilan havoda aylantirib otib, yonidagi zanglamas metal jarrohlik patnisga shunday qattiq kuch bilan urdiki, o'tkir, tig'li qismi patnisning o'rtasini teshib o'tib, unga xuddi nayzadek sanchilib, jiringlab qotib qoldi. Jarrang etgan og'ir temirning kuchli ovozi bu qonli o'lim sukunatini butunlay parchalab buzdi. Rustamjon nafrat to'la qizargan ko'zlari bilan Bahronboyga tikildi. Siz haqiqatan ham butun hayoti davomida meni faqat yengil-yelpi san'at, musiqalar va ko'cha pullari bilan kayf qilib yashaydigan miyasi yo'q, latta bir ahmoq o'g'il deb xom xayol qilib o'ylagansiz, a? Bahronboyning yuzi kutmagan bu qo'pollik va bo'ysunmaslikdan birdaniga tuntlashib, g'azabdan qop-qorayib ketdi. Sen haromi bola. O'zingcha aqllilik qilib nima qilyapsan bu yerda? Jin ursin seni. La'nati oqpadar. Sen hozir shu qilgan ahmoqona raqsing bilan o'zining ojiz xotining va qaynonangning o'limiga, qoniga o'z qo'ling bilan o'chmas imzo chekding, tushundingmi? Turop, qotib qolma qarab. Tur hoziroq pichog'ingni olib bu ikkala laqmani ham qattiq zanjirlab bog'la. Men ularni shaxsan o'zim xuddi to'ng'izdek so'yaman, deb tomirlari bo'rtib irillab o'kirdi Bahronboy qahr bilan. Doktor Turop jallod boshlig'ining bu o'lim amrini eshitib tezkorlik bilan o'zining sovuq qo'lini yonboshidagi yashirin cho'ntagidagi jangovar to'pponchasiga, quroliga uzatgan ayni shu mudhish soniyada Rustamjon yashin chaqmog'idek tezlik bilan o'z paltosining chuqur ichki cho'ntagidan qimmatbaho qo'l telefonini va eng muhimi unga ulangan, nusxalangan kichkina qora raqamli fleshkani shoshilinch chiqarib hammaga ko'rsatib, yorug'likda tepaga ko'tardi. Qimirlama itvachcha. Qadamingdan 1 santimetr ham joyingdan jilma, qassob Turop. Qurolingni joyiga tiq. Rustamjonning yigitlik ovozida shunday bir kuchli imperatorlik hukmronligi va po'latdek iroda bor ediki, Bahronboy o'zining yoshlikdagi, hech kimdan qo'rqmaydigan qonxo'r va yirtqich qiyofasini, qat'iyatini xuddi ko'zgudagidek o'z o'g'lida ko'rib, taajjubdan qotib og'zi ochilib qoldi. Rustamjon shoshilmasdan smartfon ekranini barmoq izi bilan yoqib, yorug' displeyni otasining ko'z o'ngiga yaqin qilib tutib, masxaralarcha ko'rsatdi. Keng ekranda Bahronboyning eng ichki, yillar davomida asragan eng maxfiy jinoiy arxivlari. Operatsiya Yangi tong deb nomlangan bugungi qonli qirg'in ro'yxati. Chet eldagi millioner, xalqaro organga muhtoj xaridorlar ro'yxati va ularning kontaktlari. Offshor banklardagi yashirin hisob raqamlari. Va shu yillar ichida qatl qilingan asir qurbonlarining barcha ro'yxati tushirilgan tasviriy fayllar ketma-ket aylanardi. Xonadagi kompyuteringizning siz ishonib qo'ygan eng oliy paroli. Oblak Falton on biri. Ya'ni qora lochin on bir ekanligini anglash va uni buzib topish men uchun unchalik katta mushkul, qiyin muammo bo'lmadi. Dada. Rustamjon labining chekkasi bilan pishqirib, zaharxanda jilmayib qo'ydi. Siz hamisha mening chet elda pulingizga ishonib faqat bekorchi maishat qilib, dangasi bo'lib dam olgan deb xom xayol qilib o'ylaysiz. Ammo men u yoqda oddiy talaba emas, xalqaro axborot xavfsizligi va yuqori kiber jinoyatchilik bo'yicha qattiq o'qiganman. Va kechasi sizning ofisingizga yashirincha ulanib, markaziy kompyuteringizdan butun jinoiy tarmog'ingizning, sizning butun vujudingiz bo'lgan barcha bazasini erinmasdan sekin ko'chirib oldim. Va asosiysi, u baza o'z isbotini topib, hozir shaxsan mening nomimdan Shveysariyadagi va Yevropadagi o'ta ishonchli yashirin maxsus serverga muvaffaqiyatli yuklangan. Bahronboyning qizargan qonli rangi go'yoki tobutdan chiqqan o'likdek bo'zdek oqarib o'chib ketdi. Uning butun hayoti, u yillar davomida ter to'kib, qon yutib qurgan ulkan farmatsevtika imperiyasi, butunlay 20 yillik qonli va shafqatsiz mehnati, hozir shunchaki havoda, o'g'lining qo'lidagi arzimas bittagina qora tugmaga qarab mo'ltirab qolgandi. Bu qanday razillik? Sen iflos nimalar qilib qo'yding o'zi, miyasi aygan ahmoq.
Axir ular meni tutib qamashsa, mening merosimni yo'q qilishsa. Sening o'zingning ham ertangi butun erkatoy boyliging va kelajaging bir kunda kul bo'lib kuyadi-ku. Biz hammamiz, butun sulolamiz bilan sharmanda bo'lib, birga xalqning oldida qamoqda tushib chirib o'lamiz-ku. Bahronboy telbalarcha qaltirab o'zining o'g'lining oppoq yoqasiga yopishib uni bo'g'moqchi, yiqitmoqchi bo'ldi. Ammo o'g'li Rustamjon o'zining kuch-quvvati bilan yoshlik chaqqonligi orqali uni bilagidan ushlab shafqatsizlarcha qattiq orqaga itarib yubordi. Menga sizning gunohga, begunoh go'daklar qoniga botgan jirkanch boyligingiz aslo zarracha ham kerak emas, qotil amaki uzr. Dada. Rustamjonning yuziga yovvoyilik, qonuniy g'azab tepdi. Endi o'yinning butun qoidalari bir zumda o'z foydamga va adolatga to'liq o'zgardi, dada. Rustamjon mag'rur qaddini ko'tarib o'zining oltin qo'l soatiga nazorat qilish uchun bir qarab qo'ydi. Men o'sha fayllar bulutiga maxsus intellektual o'lim taymer soat mexanizmi o'rnatganman. Agar men har 30 soatda markazga faqat o'zim biladigan maxsus parolni tiriklayin kiritib faollashtirib turmasam, mening u aqlli va avtonom serverim bu sizning butun qonli ishlaringiz fayllarini avtomatik ravishda to'ppa-to'g'ri xalqaro Interpol jinoyat qidiruv bazasiga va dunyoning hamda mahalliy eng yirik ommaviy axborot vositalari, matbuot yuziga bir vaqtda tarqatib yuboradi. Bu fosh etilishni butun xalq ko'radi. Agar hozir men shu yerdan tirik chiqmasam, yoki sizning jallodlaringiz mening yagona zaifim, xotinim Malika va uning bechora onasini hatto bir qoshiniyam o'ldirsangiz yoxud asirga olsangiz, u taymerni vaqtida aslo hech kim, na siz, na bir haker, dunyodagi hech kim butunlay orqaga qaytarib to'xtata olmaydi va siz tamom bo'lasiz. Doktor Turob bu so'zlarni eshitib jahl bilan shoshqaloqlik qilib qora to'pponchasini cho'ntagidan qisman chiqarganiga qaramay, g'azabdan yongan Bahronboy o'z qo'lini unga siltab, o'lim xavfi tufayli uni darhol o'z qo'li bilan mushtlab qattiq to'xtatdi. Tushir anavi harom qurolingni, eshak miya ahmoq. Ko'rmayapsanmi, bu xudbin o'zini qutqaraman deb butun umrimizni, o'z ota qondoshiniyam qo'shib tubsiz o'lim jarligiga yetaklab sakramoqchi. Men bularni o'z gunohsiz halol xotinim Malika va uning mehrli onasini o'lim domidan qutqarmoqchiman, dedi Rustamjon pishqirib qaltiragan otasiga qarab bir qadam sekin yaqinlashdi. Ularning nafratga to'la ko'zlari, jahldor yuzlari deyarli bir-biriga tegay deb urishib turardi. Hozir o'z qo'llaringiz bilan shu soniyaning o'zida hech qanday pichoqsiz karavotga kishanlangan mana bu begunoh yigitni butunlay yechib, asirlikdan ozod qilasiz. Qasrdagi Malika va kasalxonadagi uning bechora onasiga sizning itlaringizdan aslo hech kim zarracha ham teginmaydi va tahdid qilmaydi. Biz xotirjam va tinch holda bu qonga bulg'angan, jinoyat va murdalarga to'la yashirin do'zax yerdan uzoqqa qarab erkin chiqib ketamiz. Va eshitib qo'ying qotil maxluq. Agar men yashaydigan tinch osmonim va tinchligim ortidan o'sha uydan bittagina pichoqli odamingizni poyloqchi yoki qotil qilib izimdan jo'natsangiz, yoki bitta mayda shubhali xato hujum harakat qilsangiz, men yashirib qo'ygan u bomba fayllar erkin bo'shatiladi va butun ochiq dunyo siz faxrlangan mag'rur qora lochinning asfaltga qorishgan, qotil va iflos asl basharasini ekranlarda to'liq ko'radi. Hamma tushunarlimi sizlarga? Bahronboy yutqazganning alamidan oppoq qaltiroq labini shunday qattiq jahl bilan tishladiki, labidan qizil tomchi qon tirqirab sizib chiqdi. U o'zining yillab qo'rqitib qurgan ulkan va dahshatli hayvoniy kuchi, hayotida ko'rmagan haqorati bilan birga, o'z qonidan bo'lgan, o'z pushti kamari, o'zining merosxo'ri voris tomonidan xuddi yong'oqdek chil-chil ezib majachoqlanganini fojiali his qilardi. U o'yinda sharmandalarcha yutqazdi. Barcha hayoti pul va zulm ustiga qurilgan shafqatsiz odam hozir hech bo'lmaganda o'z terisini qutqarib qolish uchun vaqtinchalik yutqazdi, taslim bo'ldi. Uni anavi kuchukchani karavotdan batamom yech, Turob jallod, dedi Bahronboy ovozi qaqrab, og'riqli va bo'g'iq mag'lubiyat ohangida g'udranib. Rustamjon yugurib borib, doktor Turobning qonli qo'lidan bog'ichlarni yulqib oldida temir karavotdagi kishanlangan yigitni zudlik bilan yechib bo'shatib oldi. Uni yelkasiga ortib, o'zi bilan birga qorong'idan chiqib, yuqoridagi mashinasiga sudrab olib chiqdi. Qutqarilgan yigit ko'zlaridan yosh oqib, yig'lashdan o'zini to'xtata olmay
Go'yoki hayotini qayta sovg'a qilgan Rustamjonning qo'llarini xudojo'ylarcha qayta minnatdorlik bilan o'pardi. Rustamjon tezlik bilan qochish uchun yigitni shahar qatnoviga qadar xavfsiz holda olib borib, gavjum uylar xavfsiz joyda taksiga mingazib tushirib yubordi va o'zining zirehli kuchli mashinasini to'g'ri orqaga. Yana shu kechaning o'zida o'zining dahshat va sirlarga to'la bo'lgan dabdabali qasri tomonga ojiz qolgan malikaning yoniga qarab shoshilinch shinalarini kuydiradigan darajada dahshatli tezlikda asfaltni yirtib haydadi. Ammo u ich-ichidan ishonch bilan bilar va sezar ediki, qotil otasi bu tahqirli mag'lubiyatni, oyoq osti qilinishini hech qachon shunchaki osonlikcha kechirmaydi. Bahronboy baribir hamma rejalarni buzib malikani uyda garovga qonli olish uchun qasrdagi o'z maxfiy odamlariga uyali aloqa orqali zudlik bilan yashirin maxfiy buyruq berishga baribir ulgurgan edi. Qafasdagi hayot-mamot jangi yoxud malikaning sherdek uyg'onishi aynan bu qora va azobli qaltis vaqtda Rustamjonning uzoq qasrida dahshatli va asabni qaqshatuvchi shafqatsiz qonli voqealar butunlay ochiqchasiga boshlanib ketgan edi. Uyda sovuqqonlik bilan qolgan Xolida xola, avval aytganimizdek Bahronboyning o'z qasridagi sadoqatli josusi bo'lgan bosh xizmatkor kampir, qasrdagi mudofaa uy telefoni orqali kechasi to'satdan shaxsan Bahronboyning qurollangan xavfsizlik xizmatidan shoshilinch ravishda kelgan o'ta xavfli, maxfiy qo'ng'iroqni va buyruqni qabul qilib oldi. Qasrga qaytgan boyvachchaning yosh kelinini zudlik bilan, kuch ishlatib bo'lsayam yerto'ladagi beton bunkerga tashlab mahkam qamanglar. Uni qochirmanglar. Erkatoy o'g'il Rustamjon o'z otasiga qurol o'qtalib mutlaqo quturib aqldan ozib ketdi, hamma sirlarni bilib oldi. O'sha la'nati qiz o'g'ilni bosish va tinchitish uchun shaxsan bizga garov puli va joni uchun qattiq kerak. Agar kelin tirik taslim bo'lmay biror qarshilik qilsa va sizlarga hujum qilsa, hech ayamay ogohlantirishsiz uni majruh qilib oyog'iga qurol bilan o'q uzaveringlar. O'lik holida bo'lsa ham qafasga tashlanglar. Qolganiga o'zim javob beraman. Xolida yuzida sovuq va qonxo'r tabassum paydo bo'lib, telefon go'shagini qars etib qo'yishi bilan atrofini kuzatib, hovlidagi eng kuchli 2 pulemyotli baquvvat qorovul tansoqchini tezda yoniga chaqirdi va buyruq bilan uchtalashib to'g'ri tepaga, malikaning yotoqxonasi joylashgan tomoniga qarab shoshqaloq, dag'al qadamlar bilan yurdi. Malika bu kechasi o'ta qo'rqinchli paytda o'z yotoqxonasi og'ir eman eshigini Rustamjon tayinlagandek ichkaridan 3 marta mahkam qulflab olgan holda, tanasi muzlab qo'rquv va xavotir ichida alanglab issiq kamin oldida kutib tipirchilab o'tirardi. To'satdan u yarim kechasi tashqaridagi yo'lak va dahlizdagi ko'p kishilik, kimningdir tez va og'ir oyoq bosayotgan dahshatli qadamlarini aniq eshitdi. Uning qulog'iga qorong'ilik yo'li bilan o'lim kabi xavf sharpalari kelib urildi. Ular kelyapti. Ular o'z og'zini ochib qo'ygan qutqaruvchi Rustamjonni tashqarida yo'q qilishdi va uni parchalab o'ldirishdi. Endi bu navbat muqarrar o'lim menga keldi shekilli, degan dahshatli va sovuq, jonga qasd qiluvchi o'y qizning shusiz ham yaralangan murg'ak miyasini yorib yuborayozdi. Taq, taq, taq. Xonaning qalin eshigi tashqaridan kimningdir ulkan mushti bilan beayov o'rila, taqillatila boshladi. Malika xonim, gap qaytarmay eshikni hoziroq yaxshilikcha oching, deb buyurdi. Qorong'i tarafdan Xolidaning yovuz va mensimayotgan xunuk ovozi eshitildi. Aynan tepadan xo'jayinimiz Bahronboy akamdan shoshilinch davlat buyrug'i keldi. O'yin tugadi. Siz zudlik bilan biz qorovullar bilan birgalikda indamay pastdagi sovuq yerto'laga tushishingiz qat'iyan kerak. Ket ifloslar bu yerdan. Yo'qoling. Men o'z qonuniy erim Rustamjon kelmaguncha siz bilan gaplashmayman. Bu eshikni buzib o'tmasangiz xonadan hech qayerga zarracha ham chiqmayman, deb tishini yeb, yig'lab chinqirdi Malika g'azabdan bo'g'ilib. Eshikni buzib, sindirib kiringlar yigitlar. Buyruqni bajaringlar, shoshiling, deb shafqatsiz buyruq berdi yirtqich Xolida xola. Qop-qora qorovullar og'ir, yog'och eshikni baquvvat qo'llari va yelkalari bilan bor kuchda ura va tepa boshlashdi. Eshikning qalin sifatli yog'ochlari ularning tepkisidan g'irchillab, ramkasidan ko'chib yorilib sinishni, bo'linishni boshladi. Mash'um o'lim yana yosh kelinning eshik ostonasida, og'zi ochilib kutib turardi. Yana o'sha qon va qiynoq hidli bolalik dahshati qaytib kelayotgandi.
Lekin kutilmaganda hayot-mamot jangi ostonasida bu safar qizning ichida o'sha eski bo'ysunuvchi umidsizlik tolasi butunlay qandaydir o'zgacha shijoat uzilib ketgandek olov bo'ldi. 8 yoshlik murg'ak bolaligida u faqat tinmay yig'lab, baqirib qo'li qonga botgan jallodlarning qonli qo'lida kimsasiz holda yolg'iz, jonsiz qolib ketgandi. Shuncha mashaqqatli yil qiynalib, qochqinlik va faqat dahshatli azobda umrini o'tkazib yashadi. Va bugun aynan endi Rustamjon uning qorong'u qalbiga yana qandaydir tiriklik, xotirjam va sof baxt umidini yoqib berganida. Yana shu o'sha iflos odamxo'rlarning qo'lida qurbonlikka atalgan qo'y kabi bo'g'izlanib, osongina taslim so'yiladimi u yana? Yo'q. Aslo bu safar hech qachon. Malikaning chiroyli qora, ma'yus ko'zlarida qurbon qo'rquv o'rniga chaqmoqdek. Vahshiy yirtqichlarcha, jonsaraklik bilan hatto o'limga ham yashash uchun shijoat kurashish instinkti chaqnadi. U endi aslo bo'yin eguvchi qafasdagi ojiza, yarador asiri emas. Balki tor qafasni ham zanjirni uzib, shafqatsiz yorib chiquvchi qonga to'lgan o'rmon yo'lbarsiga, g'azabli urush qiziga aylandi. U ko'zini pirpiratmay yengil tezda kamin o'chog'i oldiga yugurib bordi. Yoniq qizil olovni, cho'g'ni aralashtirib kavlaydigan anjom, o'sha o'ta og'ir temir uzun qisqich, ya'ni kamin temirini pichog'iga o'xshatib qo'liga asab bilan qattiq siqib ushlab oldi. Qalin ashyo temirning ingichka uchi issiq cho'g' olovda uzoq qolib, qip-qizil yonib chizillab turgandi. U pistirma tuzib yon tomondagi eshik orqasiga nafasini olib yashirindi. Qarsi o'tgan asrning og'ir yog'och eshigi zarb va tepkiga dosh berolmay qulflari uzilib, o'rtasidan qulab tushdi. Ikkita qonxo'r qurolli qorovul shiddat bilan xonaga o'qdek bostirib o'zini otdi kirdi. Birinchi avtomatli qorovul qorong'i xonani yon tomonga qarab skaner qilib ko'zdan kechirayotgan soniyada Malika kutilmaganda dushman eshik ortidan yashin va to'fon tezligida qattiq o'kirib oldinga otilib chiqdi va o'z qo'lidagi cho'g'dek kuydirib qizdirilgan og'ir zaharli temir pichoq qisqichni qorovulning ko'zi ko'rmasdan himoyasiz tizzasiga qarab bor yovvoyi kuchi bilan qasd qilib shunday qattiq zarb qilib urdiki, barzangi baland qorovul erkak kishi kutilmagan kuygan og'riqdan oyog'i sinib chinqirib, ho'ngrab yuborib chidayolmay yerga behush quladi. Ikkinchi qurollangan qorovul sherigini bu holatini ko'rib, jahl bilan unga qarab orqasidan darhol o'limkor o'qotar qurolini peshonasiga o'qtalib otmoqchi bo'ldi. Ammo makkor Malika bo'sh turmay, chaqqonlik bilan burchakda bezak bo'lib turgan qimmatbaho, juda og'ir chinni, yirik Xitoy vazasini ikki qo'llab osmonga ko'tarib, aslo ayamasdan ikkinchi qorovulning bo'yniga va yuziga qarab bor qudrati o'lim bilan dahshatli tarzda qasddan uloqtirdi. Og'ir chinni vaza qotilning boshida yuzida zarb bilan urilib, oyna parchasidek sochilib chilparchin bo'ldi. Qotil burni majaqlanib polga qonli yiqildi. Vayron qilingan yotoqxona eshigi oldida tushunarsiz va yovvoyi bu g'alati qonli manzarani o'z ko'zi bilan yaqindan ko'rib turgan xoin Xolida xola. Aqli shoshilib qo'rquv va dahshatdan tili qulflanib o'z joyida kirmay qotib qoldi. Bu ro'parasidagi ko'zlari olif, yuzi jallod. Kechagina burchakda qaltirab yig'lab titrab turgan qo'rqoq va kambag'al qishloqi ojiza kelin qiz aslo emasdi. Bu uning qarshisida endi o'z haqqi va erkin hayoti uchun o'limga ham tayyor, nafrat bilan xanjarga aylangan g'azabnok va kuchli urushchi ayol, qonli amazonka edi. Malika qo'lidan tushirmagan, asabdan qattiq siqqan. Uchidagi temir zanglab, cho'g'dek oliv bo'lib qizarib nur sochib turgan temirni xuddi tig' kabi pastkash Xolidaning ko'ziga, yuziga to'g'rilab pichoqdek cho'zib, ko'z uzmay sekin va dadil qadam tashlab u tomon yaqinlashdi. Joyingdan qimirlama, iflos. Orqangga yo'qolib qayt tez, dumi tugik sariq ilon, deb og'zidan tuflab pishqirdi Malika unga qarab o'qdek bo'lib. Agar tirik qolishni istasang, menga yana bir qadam tashlab yaqin bossang. Sening shu soxta teringga va jismingda o'z orqamda qoldirilgan mendagi chuqur eski o'lim chandiqdan ham million marta xunukroq va dahshatliroq oliv isini kuydirib, muhr deb qoldiraman senga. Cho'k pastga. Tush sen o'zing o'sha iflos ajal yer to'langa hoziroq tush, makkor yalmog'iz. Xolida qizning vajohatidan dahshatli qo'rqib, o'z og'rig'idan asabiy ketib, yuzi oqarib titroq zinadan shoshilinch halloslab piyoqqa, qoqilib orqaga tisarila qochib boshladi. Malika ham qurollangan yirtqichdek imkoniyatdan unumli foydalanib, og'ir zina poyi betonlari bo'ylab xavfsiz birinchi zamin qavatiga poyafzalsiz qochib eson tushdi.
U jonsarak nafas qamrab asosiy hovliga chiqqan qimmatbaho darvoza tomonga jon holatda uchrash yugurayotganida. O'rmonni yoritgan hovlidagi favqulodda qo'ng'iroq chaqirgan yana maxsus 3 ta katta, qora qurollangan tansoqchi-soqchilar mashinalar oldida devordek to'xtab, uning qochish ochiq yo'lini qurol tirab barvaqt to'sdi. U butunlay chorasiz qolib, to'liq mudofaasiz qopqonga yana bir bor qafasga tushgandi. Avtomat o'lim qurollar sovuqqonlik bilan uning peshonasiga mo'ljalga qaratildi. Joyingda jimgina qotib tur, jodugar kampir o'lja. Yoki rostdan ham shu yerning o'zida shafqatsizlarcha o'q uzaman, o'lasan pachoq bo'lib, deb avtomatini tortib baqirdi qorovul tansoqchi g'azabdan bo'g'ilib. Malika ko'rgan chorasizlikdan titragan qo'lidagi og'ir uzun temirni majolsiz polga jaranglatib tushirib yubordi. U murg'ak va alamli taqdirga nihoyat taslim bo'lib, o'z umidsiz jonsarak ko'zlarini qattiq yumib, qattiq siqilib ajal o'limini yig'lamsirab kutdi, yigitini kutdi. Lekin aynan shu oxirgi najotkor nolali soniyada qasrning tepadagi ulkan, mustahkam himoyalangan temir darvozasi shinalarini yondirgan vahshiyona dahshatli va baland gumburlagan kuchli zarb ovozi bilan o'qdek kirib kelgan og'ir mashina yulib kuchli urilishidan g'il-g'illab parchalab sindirib tashlanib, xuddi qog'ozdek yirtilib hovli ichkariga yer bilan yakson bo'lib katta shovqin bilan qulab tushdi. O'tkir nur sochib, qora rangli dahshatli zirehli katta mashina barcha haykallarni buzib o'tib tansoqchilarning qora guruhiga ustiga o'lim bo'lib qarab ehtiyotkorliksiz bostirib keldi. Va qurolli yirtqich ular vahimadan o'z jonlarini va o'zlarini himoya qilib ko'cha toshlariga har tomonga, daraxtlar tagiga jon xalati otishga tipirchilab majbur bo'lishdi o'q uzish o'rniga. Mashina chang ko'tarib tormoz berib, qon yig'lagan holsiz malikaning to'g'ri ko'z yosh oldida g'iyqillab, yonboshlab xavotirli to'xtadi. Zirehli o'q o'tmas og'ir mashina eshik shiddat va g'azab bilan qars etib ochildi. Va ustboshi oppoq ko'ylagi va yuzi qo'li ham avvalgi dushmanlarning va insonlarning ochiq qoni va chang loyga butunlay mudhish botgan. Lekin nafratdan yonayotgan ko'zlarida faqat va faqat Malika uchun atalgan cheksiz qutqaruvchi va muhabbat umid qahramonlik nuri porlagan. Asuf yigit Rustamjon nafas rostlamay asabiy yugurib uning oldiga otilib chiqdi. Malika, jonim, senga nima qilishdi? Kir ichkariga. Qarab turmasdan qon mashinaga orqaga tezroq sakra qoching. Malika o'tgan azoblar, baxt ko'z yoshlarini sevinchdan umuman tuta olmay, bir nafas ham to'xtamay ho'ngrab yig'lab, yugurib borib uning ochiq kuchli va panohli issiq quchog'iga yig'lab otildi. Rustamjon yig'layotgan sevgilisini avaylab ko'tarib olib tezlik bilan xavfsiz mashinaga orqa polda o'tkazib yashirdi. Va o'rni to'zg'igan asabiy qotil tansoqchilar qorong'ida changdan o'zlariga kelib olib, miltiqlardan tartibsiz o'q otishni yana ustiga boshlashlaridan yarim soniya oldin mashina gazi va tezlik ustuni gazini so'ngiga bosdi. Mashina qalin rezina shinalari asfaltda tutun qilib chiyillab g'iyqillab yondi va orqa nurlarini qoldirib qalin tun va izg'irin qorong'ulik zulmatiga uchib singib, cheksiz uzoqqa g'oyib bo'lib ketdi. Ular ikkala sevgishganlar ortlaridagi barcha xavflarni, bu jallodlar mudhish asr qonli qasrni, o'lim poygasini va iflos taqdirlarni butunlay zulmatda ko'mib ortda g'olib qoldirishdi. Lekin Rustamjon rulda o'tirib ochiq oydin xotirjam tabassum bilan ishonchli bilardiki, u yutdi. Ammo hozir qutqarib qochish bu shunchaki erkin yashash dostonning barcha siri, bu umrining boshlanishi va endigina hal qiluvchi asl jallodlik jang tugallanmagan xotira edi. Lekin hozir ular baxtli edi. Asr qurbonining ko'zyoshi yuvildi va eng muhim so'nggi yakun o'z yo'lining yozig'iga ko'chib yorug' osmonga o'tkazildi. Endi hammasi ortda va muhabbat yengildi, aslo nafrat yo'q edi. U g'alaba nashidasini pichirladi va tabassum bilan yangi go'zal tong sari sekin va baxtli yetakladi yigit. Zanjir uzildi, qafas yirtildi. Va endi faqat osmon bor, u xotirjam nafas olmoqda edi. Qutqardi u sevgi va adolat bilan mangu abadiylikni barpo etdi bu qonli jangda qahramonona. Barchasi qasrsiz muhabbat osmoni ostida nihoyat erkin edi. Baxt asrab qolindi, adolat qarori barhayot zafar bo'lib tong otdi. Bu eng adolat yutug'i tamom bo'lib xursandchilik oq osmonga taraldi. Baxt mangu xotirjamlik olib keldi, yorug'lik aslo unutilmas. Shon doston ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Farrosh hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.